تحصل هذه الملكة لم يكن الحزق في ذلك المتناول حاصلا. مهم. أنا عند الطالب إلم طلب qarang opa, قلشتة. التدرج في طلب العلمdan boshlang. Bismillahir Rahmanir Rahim. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. التدرج في طلب العلم. إلم طلب قلشتة درجة ما درجة bosqich ما bosqich Ya'ni o'rganish. martaba martaba, bosqichma-bosqich, Martaba sekin-sekin. martaba. Bu nima degani? Bu manhajiyat degani. Manhajiyatga amal qilmasangiz zoyi bo'lasiz, zoyi qilasiz. Bugungi kunimizda asosiy masalasi, katta masalasi mana shu. Ana shu narsani yo'qligidan talabalar o'zlari haligi o'zlarini hayollarida uchib yurishibdi. Ilmiy saviya masalasida o'zlarini hayollarida uchib yurishibdi. Bu masala ikkita jihatga bog'liq. Tadarruj ikkita jihatga bog'liq. Birinchisi to'g'ri manhajga, ikkinchisi malakali yetuk ustozga. Endi bu tadarrujni nimada foydasi bor desangiz, ustoz lozim tutishni, ustozni huzurida tadarruj ilm o'rganish nimaga foydasi bor desangiz, birinchisi ilmiy saviyaga, ikkinchisi ruhiy saviyaga. Davom o'qing. ينبغي في هذه المرحلة أن يكون هم الطالب في طلب العلم على سبيل التدرج. mana shu marhalada talaba ilmning e'tibor berishi kerak bo'lgan narsasi bosqichma-bosqich tarzida ilm talab qilish lozim Mhm. bo'ladi. وقد قيل إن التدرج معراج التخرج ومن طلب العلم جملة فاته جملة. وقال الإمام ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري رحمه الله: لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن Mhm. الشيء بعد شيء مع الليالي والأيام. Hop, ana Mhm. endi aytiladiki, albatta bosqichma-bosqich o'rganish bu o'sha taxarrujning ya'ni ko'taril meroji taxarruj buni ma'nosini chiqarib beruvdik, esimdan chiqib qolibdi. Me'roj taxarruj. Taxarruj degani nima degani desa, taxarruj bitirish degani. Bitirish, ha, bitkazib Bitirish. chiqarishni. Taxarruj bitirish degani bir talabaning ta'lim o'rganayotgan bir talabaning alifdan tortib turib to yagacha bo'lgan darajasi yadan o'tgandan keyin o'sha taharruj bo'layotgan bo'ladi. Masalan, Rabboniy olim nima ekanligini men sizlarga tushuntirib berganman. Bilasizlarmi? Rabboniy ustoz, Rabboniy olim, Rabboniy mudarris kim bo'ladi? Rabboniy o'qituvchi. Robba fe'li nima degani? Tarbiyalamoq degani, to'g'rimi? Tarbiyalash Hmm. qanday bo'ladi? Siz bolangizni shunday 10 yoshidan yoki 15 yoshidan tarbiyalaysizmi yoki tug'ilganidan tortib turib to 55-60 yoshigacha tarbiyalaysizmi? Shu tug'ilganidan tortib. Tug'ilganidan boshlab tarbiyalaysiz. Demak, talaba ta'lim yo'liga shunday qadam qo'ydi, bo'ldi, talaba tug'ildi. Demak, u nimaga muhtoj endi bu yog'iga? Tarbiyaga muhtoj. Tarbiya nima bilan bo'ladi desa, Bosqichma. Robboniy ustozning irshodoti bilan bo'ladi. Robboniy ustozning siz tarbiyati bilan bo'ladi. Tarbiyat kunanda bo'lishi kerak odamning ustida bitta. Ana shu ustoz qiladi ana shu narsani. Endi o'sha Robboniy ustoz kim desangiz, masalan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammadovni Robboniy ustoz deb men sizlarga tushuntirib berganman, rahmatullohi alayhi. Alayhi rahmatulloh. Nimaga desangiz, butun boshli O'zbekiston xalqining saviyasini noldan, har bir ilmda, aqidada nol bo'lib yotuvdik. Kitobimiz yo'q edi, fiqhda nol bo'lib yotuvdik, kitobimiz yo'q edi. Boshqa jihatlar, ulumul Qur'on, hattoki unday oddiy odam o'qib tushunmaydigan, o'zbek tilida yozilgan bo'lsa ham o'qib tushunmaydigan usul fiqhgacha kitoblarni yozib ketdi. Usul fiqhni sal haligi dunyoqarashi bo'lgan odam usul fiqh kitoblarini o'qimasa, unaqa usul fiqh ilmidan sal xabar bor odam o'qimasa, u kitob tushunmaydi. Nima haqida gap ketayotganini bilmaydi. Usul fiqhni sal o'qigan odam bo'ladigan bo'lsa, u biladi. Ko'rdingizmi? Har bitta ilm sohasida yozib ketdi. Har bitta ilmda bor. Qarasangiz, ulumul Qur'ongacha bor. Mustalahul hadisgacha bor. Asosiy kerak bo'lgan har bitta ilmda yozib ketdi. Ana shu Rabboniy ustoz bo'ladi. Tadarruj, masalan, Rabboniy ustozning huzuridan o'qib chiqqan talaba endi taharrujda bo'ladi. Masalan, haligi taharrajtu fi deb ishlatasizlar. Taharrajtu min jamiati fulan fulan. Ha, masalan. Taharrajtu fi bo'ladigan bo'lsa, o'sha taharrajtu fi to'liq tugatib chiqib ketdim degani bo'ladi. Taharrajtu min bo'ladigan bo'lsa, tugatmasdan chala chiqib ketdim bo'ladi. Endi shu yerda darajama-daraja o'qish talabani o'sha taharrujda bitirib chiqayotganda malakali holatda, pishgan holatda. Xom tarvuzni uzib, bozorga chiqarsangiz, xom tarvuzni birov "Oh" deb turib, tashqarisiga qarab turib, chiroyiga yoki karsillagan ovoziga qarab turib sotib oladi-yu, uyga borib so'ygandan keyin tarvuz qo'ltig'idan tushganday bo'lib o'tiradi bu xom tarvuzga qarab. Ha, taharruj nima degan desa, taharruj pishgan tarvuz bo'lib chiqish degani. O'qing. Hop, demak, tadarruj, ya'ni o'sha darajama-daraja ilm olish bu o'sha komillikka yetish desak ham bo'lar ekanda, unda taharrujni, norvoni Mhm. va uning meroji desak ham bo'lar ekan.
va kimki o'sha ilmni jumlatan, ya'ni hammasini birdaniga olmoqchi bo'lsa, undan birdaniga o'tib ketadi, ya'ni uni Ha, birdaniga kim yo'qotadi. omatan oldingizga 8 ta kitobni qo'yib olib 8 xil fanni birdaniga o'qiyman deydigan bo'lsangiz, 8 xil fanni birdaniga o'qiy olmaysiz. Qiyin masala bu. Haqiqiy ajralib chiqmasangiz, oila tashvishi bilan boshqa masalalar bilan qiyin bu. Masalan, ilm olaman deb safarga chiqdingiz, Turkiyaga ketdingiz, Misrga bordingiz, u yoqqa bordingiz, bu yoqqa bordingiz, majbursiz. Hamma narsani birdaniga o'rganib tashlayman desangiz bo'lmaydi. Shunday oldingizga qo'yib olib turib, hozir men mabdo nahvda ham o'qiyman, mabdo sarfda ham o'qiyman, janohda ham o'qiyman. Izidan tuhfatsani ham o'qiyman, durust nahvani ham o'qiyman, birdaniga o'qiyman desangiz yo'q, bo'lmaydi. Nima birin ketin, izilma ketin. Avval osonrog'i, keyin sal qiyinrog'i, keyin sal qiyinrog'i, keyin sal qiyinrog'i. Mana shunday bo'lib darajama-daraja ketaveradi. Narvonni ham 4-pog'onasiga chiqish uchun nima qilish kerak? 1, 2, 3 dan o'tish kerak, to'g'rimi? Zinani 5-pog'onasiga chiqish uchun 1, 2, 3, 4 dan o'tish kerak. Bu yerda ham xuddi shunday o'qing. Hop. Imom Ibn Shihob Muhammad ibn Muslim Az-Zuhriy rahimahulloh aytadilarki, ilmni birdaniga olma, hammasi, ya'ni ko'p jumlatan olma. Bas kimki o'sha uni jumlatan olishni xohlasa, undan jumlatan ketadi, ya'ni birdaniga hammasi ketadi. Lekin kam-kamdan, asta-sekinlik bilan tunlar va kunlar davomida olsa bo'ladi. Va la'allu fi hazal ba'du الحكمة في نزول القرآن الكريم منجما على مدى سنين البعثة. Bi'sa, آه، احت- bi'sa, bi'sa. بعثة. احتمال mana shunda fi haza, mana shunda ba'zi hikmatlar shu Qur'onni bo'lak bo'lib payg'ambarimiz Ha, sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilish yillari davomida bo'lak tuzilishida hikmat bor. hikmat Men bu bor. narsani avval sizlarga aytdim, agar esinglarda bo'ladigan bo'lsa. Alloh taolo Qur'oni Karimni bu ummatga birdaniga tushirib qo'yishga, shunday bittadan nozil qilib qo'yishga qodirmidi? Ha, albatta qodir Qodir edi, edi. lekin Alloh taolo nima qildi shuni? Sababi nuzullari bor. Har bitta oyat karimani sababi, masalan, Qur'onda har bitta oyat karimani demaylik, sababi nuzullari bor. To'g'rimi? Sabab nuzul, o'sha sabab nuzullarga ko'ra, masalan, bir voqea bo'lgan, o'sha voqeaga javob o'laroq nima bo'lgan? Oyat karima nozil bo'lgan. Masalan, Zayd ibn Sobitning ayollarini taloq qilib, Rasululloh alayhisolamning uylanishlarida bunga javoban oyat nozil bo'ldi, to'g'rimi? Va boshqa masalalar. Alloh taolo bittada tushirib qo'yishga qodir edi, lekin biz uni bittada ko'tarishga qodir emas edik. Va Alloh taolo shuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz bizga o'rgatib qo'yishga qodirmidi? Ha, qodir edi. Lekin nimaga Rasululloh alayhissalomni jo'natdi desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz biz bu narsani to'g'ri tushunishga qodir emas edik. Shuning uchun tadarruj bor bu yerda va muallim bor, ustoz bor, o'qing. حيث أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأه على الناس على مكس، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. Xo'p, shu o'rindaki Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga odamlarga Qur'onni bo'lib sekin, shoshmasdan o'qib berishga buyurgan. Mana shu oyati karimada ham aytiladiki, va Qur'onni odamlarga asta sekin o'qib berishing uchun bo'lib qo'ydik va bo'lak qilib nozil qildik deyilgan. O'qib berishingiz uchun. o'qib berishingiz uchun. طيب. وفي أهمية التدرج في طلب العلم يقول المؤرخ ابن خلدون رحمه الله: إن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه وإنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنبات فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. Ana endi ilm talab qilishda darajama-daraja, bosqichma-bosqich ilm olishni ahamiyatida muarrix, tarixchi Ibn Xaldun rahimahulloh aytadilarki, albatta bir ilmda mohir bo'lish yoki o'sha ilmda mutaxassis bo'lish, uni puxta egallash va uni puxta egallash nima bilan bo'ladi deyilsa, to'liq qamrab olish, to'liq egallash, to'liq qamrab olish. Unda mutaxassis bo'lish yoki mohir bo'lish va uni to'liq puxta egallash nima bilan bo'ladi deyilsa, u bir malakani hosil bo'lish bilan bo'ladi. U qanday malaka deyilsa, o'sha fanni asoslari, tamoyillari, qoidalari va uni masalalariga yechimlarini va asrlardan furularni istinbot qilib chiqarib olish, hukmlarni va o'sha malakani hosil bo'lishi bilangina bo'ladi. Kimdaki mana shu malaka hosil bo'lmas ekan, ana shu ilmda unda
puxta mohirlik, ya'ni komillik hosil bo'lmaydi dedilar. Men Ya'ni men al-hifzu. sizlar ha, men Hmm. sizlarga shu guruhga qabul qilinganinglardan beri malaka degan so'zni ishlataman, bilasizlarmi? Malaka degan so'zni umrlaring davomida mendan ko'p sizlarga nisbatan ishlatgan odam bo'lmasa kerak. Malaka, malaka, malaka. Malakasiz chiqadigan bo'lsangiz, haligi malakani hosil qilmaydigan bo'lsangiz, malaka ma'lum bir muddat yurib, tasavvur qiling, 5 yil, 3 yil, 4 yil. Masalan, men shunday o'quvchilar keldi boshlang'ichga Qirg'izistonda ayol ustozalarda o'qigan. O'zimizda ham bor, masalan, ayol ustozalarda o'qigan. Necha yil o'qigansiz? 5 yil o'qiganman deyapti. Necha yil o'qigansiz? 6 yil o'qiganman deyapti. Abdal Qur'ondan yo'lga o'tmagan. 3 ta Abdal Qur'ondan yo'lga o'tmagan. 5 yil katta muddat. Siz ma'lum bir muddat yurib, ma'lum bir muddat o'qib, ana shu o'qigan davringizdagi kitoblardan haqiqiy malakani hosil qilmayotgan ekansiz, bu yo'lda xato bor qayerdadir. Yo yo'lda xato bor, yo sizda xato bor. O'tirib bu yerga to'xtash kerak. 4 oy, 5 oy bir joyda o'qidingizmi? O'sha o'qigan muddatingiz davomidagi olgan ilmlaringizdan sizga o'sha mana shu yerda aytilgandek, masalan, uni asoslarini, o'sha ilmni asoslarini, qoidalarini, masalalariga to'xtab, masalalarni yechishni, masalalarni botiniga kirishni, masalalardan kelib chiqadigan haligi iqtiroziy masalalarni, ittifoqiy masalalarni, uni asllaridan, asl qoidalardan far'iy hukmlarni chiqarib olishni o'rganmayotgan ekansiz. Bu malaka deyilmaydi bu. Yo sizda xato bor, yo o'qishingizda xato bor, yo manhajingizda xato bor. Yo o'rgatayotgan odamda xato bor. Bugun biz teskari holatga kelib qoldik biz. Biz mana shu narsalarni o'rganamiz. Nimani o'rganamiz? Qarang. Bizning holatimiz bugun nima? Mabadiyalar degan narsalar borligini bilamiz, mabadiyalarning ichiga kirmaymiz. Qavoidlar degan narsalar borligini bilamiz, qavoidlarni o'rganamiz, lekin ularning tatbiqi yo'q. Masalalarni bilamiz, masalalarning ichiga kirib, masalalarning ichida kezish degan narsa yo'q. Istinbotniki o'zi bilmaymiz hali. Asllarni borligini bilamiz, asllardan qanday furular chiqib kelishini biz hali tasavvur qila olganimiz yo'q. Qanday qilib bu endi malaka bo'ladi? Bu malaka deyilmaydi. Hizq nima degani desa, hizq o'ta mohir bo'lish degani. Mohir dorboz bo'ladi, bilasizlar-a? 10 metrda haligi 10 metr, 50 metr, 100 metr balandlikda arqonni ustida ko'zini ham yummasdan, haligi ko'zini yumib qaramasdan ham yuraveradi u. U shunday mohirlari bor, qo'liga haligi darvozni, tayog'ini ushlamasdan yuradiganlar bor. Ularda bu narsa qayerdan bo'lgan? Bu narsa qayerdan hosil bo'lgan ularda? Qayerdan shakllangan? U dog'dan yiqilgan nechidir marta. Bir joyi singan, mayib bo'lgan, tushib ketgan, osilib qolgan, boshqa bo'lgan. Yillar davomida mana shu narsa hosil bo'lgan. Shug'ullangan, haligi borib sport bilan shug'ullanayotgan odamlar birinchi borgan kunidan 50 kilolik ikkita qo'liga 50 kilolik toshni olib 100 kilo qilib ko'tara olmaydi. Ovqat qilaman deb boshqona kirgan haligi yosh qiz ham birdaniga shirin ovqat qilib tashlay olmaydi. Iloji yo'q buni. Qandayda o'xshab qolmasa. Bu sekin sekinlik bilan ma'lum muddat ham katta muddatni o'zini ichiga oladi. Agar hayolingizda bir narsalarni qurib tashlayotgan bo'lsangiz, yo'q, unuting u narsalarni. Hayolingizda bir yengil haligi oldi qochdi narsalar bilan bir ilmiy malakalar, ilmiy kelajak qurib tashlayman deyotgan bo'lsangiz, yo'q, unuting u narsalarni. Davomini o'qing. لذلك لا ينبغي للطالب أن يحمل نفسه ما لا تطيق لئلا تسأم وتمل. Shuning uchun talabaga toqatidan ortiq narsani yuklamasligi lozim bo'ladi, toki o'sha zerikib, malollanib qolmasligi uchun. بل تقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه وأن لا يتعجل بأخذ الكثير. balki nima unga lozim bo'ladi deyilsa, o'sha uni puxta egallashi va hifzini mustahkam qiladigan miqdorcha osoniga kifoya qiladi, uni puxta qiladi va ko'p olishga shoshilmaydi. Li'annal qadral qalila yashulu fahmuhu va hifzuhu va murojaatuhu. Chunki oz miqdor uni tushunish, yodlash va murojaat qilish, ya'ni qaytarish oson bo'ladi. Va iza kasura talabuhu lil ilmi an qadrihi al mustata'i yukhsha alayhi min diya'ihi va tafallutihi. Agar o'sha ilm olishni talabini ko'paytirib yuborsa, miqdorini, toqatidan ortiq miqdorini ko'paytirib yuborsa, ana endi undan ana o'sha ilmni zoyi bo'lishi yoki chiqib ketishidan qo'rqiladi. Men sizlarga hayotiy misollar keltiraman odatda, haligi odam zehnini uzoq qolib qochmasligi uchun. Hovlida suv sepgansizlar.
hech bo'lmasa domda yashaydigan, shaharda yashaydigan qizlar ham hech bir qishloqqa u yoq bu yoqqa qarindoshinikiga borganda hovlida chelakda suv sepilinayotgan vaziyatni ko'rgan, to'g'rimi? Endi o'sha hovlida suv sepayotganingizda haligi atrofingizda o'ynab yuradigan kichkina qizchalaringiz bor, jiyanchalar bor, singillar bor, yo boshqalar, ukalaringiz bor. Sizga qo'shilib haligi sizni qilayotgan ishingizni qilaman deb turib ko'tarolmaydigan holatda arang quvvat yetmaydi uni bir chelak suvni ko'tarishga. Ko'taraman deganini ko'rganmisizlar? Hech ko'zinglar tushganmi? Ha, ustoz Ha, bo'ladi. tushgan. U nima qiladi? Unga tek, ho'y, tek tur demasa, u nima qiladi? Yo o'ziga zarar beradi, og'ir ko'tarib degan narsani talaba ko'taraman demasin. U bosib qoladi. Qoribu va saddidu. Qoribu va saddidu. Yaqinlashtiringlar. Ilmga yaqinlashinglar. Og'irlashtirmanglar, yengillashtiringlar deyilgan. Bunda ham xuddi shunday, sekin-sekin, sabr bilan, sekin-sekin, sabr bilan. Agar shunday kirib kimdir qarang, men ko'p aytaman sizlarga, yana qaytarib aytaman, ko'p aytaman. Birorta ma'had, birorta universitet, birorta jomiya, birorta madrasa sizni to'liq komil taharruj martabasiga olib chiqib qo'ya olmaydi toki o'zingiz harakat qilmas ekansiz. Birorta manhajiyat, birorta ustozni huzurida siz komil olim bo'lib qolmaysiz. Qiyin masala bu. O'zingiz harakat qilmas ekansiz, o'zingiz intilmas ekansiz. O'qiverish kerak, harakat qilaverish kerak. Faqat o'sha o'qish harakat jarayonida mana shu narsani e'tiborga olish kerak. Men o'zim hayotimda bo'lgan. Dars beraman. Dars abidgacha bilasizlar, Turkiyaga ketgandan keyin kun tartibimiz o'ta qattiq. Abidgacha dars olaman, peshingacha, ya'ni peshindan keyin haligi uyga kelish ketish u yoq bu yog'i yana dars beraman. Kechqurun soat 7:30-8gacha dars beraman. 7lab 5:30-6da chiqib ketganim holatda. Shunday bo'lgandan keyin majburman, shoshilishga majburman. Musofirga kelganman, ota-onamni tashlab kelganman, uyimni tashlab kelganman, vatanga borishim kerak, musofirda yurishni o'zi bo'lmaydi. Shunday holatlarda oldimga bir tarafimga nahvni, bir tarafimga mantiqni, bir tarafga aqoidni, bir tarafga fiqhni, bir tarafga usulni qo'yib olardim. Balo ham bo'lmas edi. Hech bo'lmadi ana shu masala. Bir kun unisi qolib ketadi, bir kun bunisi qolib ketadi. Buni qilaman deb narigi dars tayyorgarlik qolib ketadi. Keyin majbur bitta-bittadan o'qiydigan bo'ldim. Bitta-bittadan o'qiydigan bo'lsangiz, baraka bo'ladi. Sekin-sekin shoshilmasdan bunisini tugatib olib keyingisiga, bunisini tugatib olib keyingisiga yuradigan bo'lsangiz, baraka bo'ladi. Hammasini ustimga ko'tarib olgan paytim, hammasi ustimdan bosib qo'ydi. Hech narsa qila olmaydigan bo'lib qoldim. Eng yomoni bu, eng yomoni talabani ustozi yoki talabani o'ziga nisbatan ana shunday katta bosim berishi uni talab ilmlik yo'ldan chiqarib qo'yadi. Talab ilmlik yo'ldan bir talabani chiqarib qo'yish eng haligi achinarli yutqizish. Juda katta boy berish bo'ladi bu ummat uchun. O'qing. والنصيحة للذين يستعجلون في تحصيل العلم أن ينظروا سنن الله تبارك وتعالى في كونه لكي يعتبروا. خب ilm tahsil qilishda shoshiladiganlarga nasihat. Alloh tabarak va taoloni kavniyotdagi, ya'ni koinotdagi amaliyotiga qarasinlar. Liya'tabir Alloh taoloning sunnatiga qaranglar. yo'liga Butun borliqni yaratilishdagi Alloh taoloning sunnatiga qaranglar. e'tibor qilishlari uchun. Alloh taoloning sunnatiga qaranglar. Odamning bunyod bo'lishiga qarang. Alloh taoloning yaratgan bir tomchi xilqatidan qay darajama-daraja kelib turib, hozir siz bilan meni ko'rib turgan haligi komil suratdagi odamning hosil bo'lish jarayoniga qarang. Bitta nok daraxti, nokmidi, adashmayotgan bo'lsam, 14 yil, 15 yil muddat kerak bir nok daraxtini meva berish uchun. Bir nok daraxti 14 yil, 15 yil meva berayotganda qanday qilib talaba men 1-2 yil ichida olim bo'lib ketib qolaman, falon bo'lib ketib qolaman, piston bo'lib ketib qolaman deb o'zidan bir narsalarni yasaydi. Yo'q, bu qiyin narsa. Bu butun koinotning sunnatidan tashqarida narsa bu. O'qing davomini. فالشجرة لا تكون شجرة كبيرة متفرعة الأغصان غزيرة الثمار إلا بعد مرحلة طويلة من التربية والعناية والإعداد. bittagina daraxtga qarasak, u katta daraxt, shoxlari sershox, mevalari serhosil bo'lmaydi. Qachon bo'ladi deyilsa, faqatgina unga qarov,
etmaydi, anaqani Parvarish. sug'orish, parvarish, Hmm. ha, parvarish, qarash va unga ko'plab tayyorgarliklardan keyin uzoq vaqtdan keyingina shu holatga keladi. Va Siz uni hakaza tagini al aql yumshatasiz, uni bashariy. tagini yumshatasiz, go'ng solasiz, o'g'it berasiz, haligi butalaysiz, kesasiz noto'g'ri o'sgan shoxlarini, to'g'rimi? Dorisidan bugungi kunda dorisini berasiz uni, hasharotdan qo'riysiz, keyin u sizga sog'lom meva beradi bozorga olib chiqib sotishga yaraydigan. Aha. وهكذا العقل البشري، insonning aqli ham xuddi shu kabidir. فطاقته محدودة وأنين طاقت هم cheklangandir. تحتاج مثل هذه العناية والإعداد والصبر الطويل في ذلك. فمن Aha. شو إنسان aqli ham shu ilm hosil qilishda ko'plab o'sha parvarishga, tayyorgarlikka va uzoq vaqt sabr qilishga muhtoj bo'ladi. Buni toqati insonni toqati, tolib ilm toqati mahdud deyapti. Bu nima degani? Bu qayerdan olindi desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? La yukallifullohu nafsan illa wusaha dedimi? Hmm. Alloh taoloning o'zi aytyapti. Nafsni toqat qila olmaydigan narsasi bor. Alloh u narsani yuklamaydi deyapti. Tushundingizmi? Qanday qilib endi Hmm. banda Alloh taolo bandani yaratgan zot Alloh taolo bandaga nisbatan men senga toqating yetmaydigan narsani yuklamayman deb turgan paytda banda o'zi men o'zim o'zim qila olmaydigan narsalarni qilaman deydi. O'zini quvvati yetmaydigan narsalarga bo'y cho'zadi, boshqa qiladi, qo'l cho'zadi. Qattiq masala bu haqiqatdan. Shunday aql bilan o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, atrofingizdagi butun koinotga, butun borliqqa qarab ko'radigan bo'lsangiz, bu masalaning yechimi tayyor. Mana bu joyni yaxshi nima qilsin. An-nasihatu ila allazina yasta'jiluna fi tahsil al-ilm. Ilm tahsil qilishda shoshilayotganlarga nasihat bu, eslatma. Hech qayerga bora olmaysiz. Vaqt zamon ko'tarmaydi-da. Men o'sha qabulda qarayman, vaqt so'raydigan talaba yozmasin deyman menga. Vaqt so'raydigan talaba yozmasin deyman. To'g'ri, rejalash bor, boshqa qilish bor, lekin so'ralayotganda, masalan, darsni vaqti so'ralayotganda, rejalash, tartiblash maqsadida so'raladigan bo'lsa, nurun ala nur, nur ustiga ala nur. Biz xursand bo'lamiz bunga. Lekin haligi vaqtdan keyin bir narsalar bo'lib qolish degan, bir narsalarga erishib tashlash, bir martabalarni hosil qilib tashlash degan narsa bor. Talabalarda vasvasa paydo bo'lgan. Ana shu narsa qiyin. Ana shu narsa odamni qiynaydi, charchatadi. O'qing. وتعقب مرحلة التدرج في طلب العلوم الشرعية مرحلة التخصص في علوم معين من تلك العلوم، وسيأتي الحديث عنها في آخر هذا المبحث. Shar'iy ilmlarni talab qilishdagi bosqichma-bosqich ta'lim olishdan keyin ana shu ilmlar orasidagi muayyan bir ilm ustida mutaxassis bo'lish bosqichi keladi. Ha, Va endi bu qarang, bu haqida tadrijni foydasini, gapingizni bo'ldim, uzr. Tadrijni foydasini qachon ko'rasiz desa, siz ilmlarda ichida darajama kezganingizdan keyin, buni bulog'idan totganingiz, uni bog'idan yurganingiz, uni mevasidan qonganingiz, uni gulidan hidlaganingizdan keyin sizga haligi mahbub bo'ladigan jihat ochiladi. Qaysi ilm mahbub sizga? Qaysi ilmda ochilyapsiz? Sizni aql tafakkuringiz, Alloh taolo har bitta bandaga qobiliyat berganda, sizni aql tafakkuringiz qaysi ilmni yaxshi his qilyapti? Masalan, o'tgan safar ham gaplashdik, agar esinglarda bo'ladigan bo'lsa, Imom Navoiymidi tib ilmini o'qishga harakat qildim. Tib ilmini o'qidim, aqlim shunday berkildi, hech baloni tushunmadim degan. Keyin yana kim edi? Falsafaga kirishga harakat qildim. Haligi qaysi kitobda ko'rdik? Nahvchi olim edi. Mantiqqa kirdim. Kim bilan o'qidik? Sizlar bilan o'qidikmi? Subhanalloh, esimdan chiqyapti hozir. Allohumma salli ala sayyidina. Kim edi? İmam Suyuti edi adashmasam. Yo'q, Imom Suyuti emas. Imom Suyutimi? Ali chumolidan narsa oladi o'zlariga. Yo'q. Mantiqqa kirdim. Ustozlar nasihat qiladi-ku. Ustoz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibn Sino shunday deyishgan ekan, ya'ni tib ilmini ularga oson qilib qo'yilganidan men o'sha mantiq ilmiga kirdim. U ya'ni tib shunaqangi oson, unda qiynalishgan ekan. Yo'q. Meni oson deyishgan ekan. Yo'q. Nima nahviy edi. Bir narsa nahviy edi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Shu tamom bo'lganimizdan-da, mana shu pishganimizdan ismi kelmayapti ismlari. Ustozlarning huzuriga bordik. Keyin ustozlari she'r bilan tushuntirib berdi.
Ya uni sizlar bilan o'qimadik ekan, boshlang'ich guruh bilan o'qidik, esladimi? Boshlang'ich guruh bilan o'qidik. Olim ismlari esdan chiqyapti, nahvchi olim. Nahvni zo'r o'rganib yurgan paytda mantiqqa kiradi. Mantiq o'qiydi, hech narsani tushunmaydi. Ustozlarning huzuriga keyin ustozlarning huzuriga o'sha masalada savol so'rab boradi, ustozi keyin she'r bilan tushuntirib qo'yadi. Mantiqni tark qiladilarda, keyin bu kishi o'sha nahvda davom etadilar. Xuddi shunday talaba mana shu tadarruj jarayonida qaysi ilm unga qulay kelyapti, qaysi ilm unga o'zini qirralarini, haligi yashirin sirlarni ochyapti. Ana shu narsa talabaning ustozlari va talabaning nazdida ochiq oydin aniqlashib boradi. Keyin nima qiladi talaba? Ana shu jamlangan ilmlardagi quvvat, saviyani jamlab turib, haligi to'plab turib, bir taxassusga yo'naladi. Kimdir usul fiqhga, kimdir fiqhga, kimdir fiqhning ma'lum bir bobiga masalan, kimdir ilmul kalomga, kimdir nahvga, kimdir haligi arab tili ilmlariga, kimdir mantiqqa, kimdir hadisga, ana shunday bo'lib yo'naladi odam. Kimdir tafsirga. Ana shu narsa hosil bo'ladi. Har bittasining orqasida hikmat bor. Har bir kitobning orqasida hikmat bor, har bir bosqichning orqasida hikmat bor. O'qing. وسيأتي الحديث عنها في آخر هذا المبحث. عندما نشوف مبحثنا آخر ده bu haqida hadis keladi dedilar. O'qing. الحذر من الخوض في الخلافيات ومن الاشتغال بالشبهات va ixtilofli masalalarga sho'ng'ib ketish va shubhali masalalar bilan shug'ullanishdan qaytarish. حذر بولش. يجب على الطالب أن يحذر أثناء طلبه للعلم من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء، فإن الاشتغال بذلك في هذه المرحلة يحير ذهنه ويدهش عقله. عند طالب ilmga ilm olish asnosida olimlar o'rtasidagi ixtilof bilan mashg'ul bo'lishdan hazir bo'lish vojib bo'ladi. Chetlanish vojib bo'ladi. Chunki mana shu bilan shug'ullanish bu bosqichda, ya'ni u boshlang'ich bosqichda shu bilan shug'ullanish uni zehnini ikkilanishga olib keladi va uni aqlini qo'rquvga solib qo'yadi. Dedi borku, dedi. Talabani qol qil deydi arabchasiga buni. O'zbekchasiga dedi. Talabani ado qiladi. Vallohi ado qiladi. Yo'lini topolmaydigan bo'lib qoladi. Har narsaga shubha bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Talib ilm. Dediga kiravergan talaba har jumlaga shubha bilan qaraydigan bo'lib qoladi. O'qing. فعليه أن يركز أولا كل التركيز على إتقان كتاب واحد في فن واحد على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه أو أستاذه. أنا إذا طالب ilmga uni ustozi va shayxi unga rozi bo'lgan bitta yo'l orqali bitta fan ustida bitta kitobni puxta o'rganishiga diqqatini qaratmoqligi lozim bo'ladi. Ana shu juda muhim. Bir kitobni zo'r o'rganadigan bo'lsangiz, masalan, fiqhni boshlayapsiz, deylik, Muxtasarul Quduriydan boshladingiz. Masalan, nahvni boshladingiz, deylik, nahvni masalan deylik, Durusun Nahviyadan boshladingiz, misol uchun. O'sha Durusun Nahviyani yoki o'sha ko'proq Muxtasarul Quduriydan misol keltiraylik. Muxtasar Quduriyni haqiqiy fiqh o'qiydigan uslubga ko'ra talabani fiqhning manhajiyatiga olib kiradigan uslubga ko'ra, haqiqiy matnni ochib bera oladigan uslubga ko'ra va talabada haqiqiy tushunchani, malakani, saviyani hosil qiladigan uslubga ko'ra bitta kitobni o'qib oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, xudo xolasa qolgandan keyin shuni ustiga yugurib ketaverasiz. Chunki masalalar o'sha matnni o'qiyotgan jarayoningizda, o'sha birinchi asosiy kitobni o'qiyotgan jarayoningizda siz masalalarga poydevor qurasiz. Ana shu poydevorning ustiga keyingi masalalarni bayon qilib ketaverasiz. Tajvidni o'qiydigan bo'lsangiz ham malakali ustozda o'qing, yaxshi saviyali ustozi bor ustozda o'qing. Ustozining kim ekanligini biladigan ustozda o'qing. Baraka topasiz. Xoh tajvid bo'lsin, xoh arab tili bo'lsin, xoh boshqa ilmlar bo'lsin, boshqa shar'iy ilmlar bo'lsin. Ustozining kimligini biladigan, ustozi tayin ustozda o'qiydigan bo'lsangiz, xudo xolasa baraka topasiz. Nimaga aynan ustozi tayin deyapman? Chunki bu ilm silsila. Alloh taolo Payg'ambar alayhisolamga to'g'ri tushirmadi bu ilmni, to'g'rimi? Qanday qildi? Masalan, Qur'on qanday keldi Payg'ambar alayhisolamga? Jabroil alayhissalom orqali keldi. Nima uchun mana bu yerda yartadiha lahu shayxuhu va ustozi bilan shayxi unga rozi bo'ladigan tariqada deyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom Qur'onni o'qib berdilar, to'g'rimi?
Keyin nima bo'ldi? Keyinni aytinglar menga. Keyin nima bo'ldi? Keyin Payg'ambar barahman. sallallohu alayhi vasallam har Ramazonda Jabroil alayhissalomni qaytarib o'qib berdimi? Ha. Hikmatini o'ylang shuni. Tushundingizmi? O'qing. Bo'ladi. وكذلك Shahnoz opa bo'ladi. Uzr, kechirasiz. تفضل. Hop, Feruza opa لحظة bormi? أستاذ. Ustoz, meni qo'lsam maylimi? Yo'q. Qayerga ketyapsiz? Yo'q. Avtobusga Yo, ketyaptimi? ozgina mazasi yo'q edi, mendan so'ragandi ustoz. Yo'q, men ham mazam yo'q bo'lmaydi. Men ham zo'r o'tiribman. Hop. Rayhon, hozir siz o'qisangiz yo'qolib qolasiz o'tgan safargidek. Yo'q, ustoz, yo'qolmayman. Yo'qolmay turing. Feruza opa o'qing. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يجب عليه في هذه المرحلة أن يحذر من المطالعة في تفريق المصنفات فإنه يضيع وقته ويفرق ذهنه، بل عليه أن يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذ كليته حتى يتقنه. shuningdek tolibi ilm mana shu marhalada tafarruj marhalasida haligi har xil musonnafatlarni, turli xil musonnafatlarni, kitoblarni mutolaa qilishlikdan ham o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Chunki uni vaqtini olib qo'yadi, u zoya ketkazib qo'yadi, zehnini bo'lib tashlaydi. Hali u kitobga bo'linadi, bu kitobga bo'linadi. Balki o'sha o'zi o'qiyotgan kitobni yoki bitta fanni to'lig'icha egallaydigan bir fanni mutaxassis bo'ladigan shu fanga oid kitobni o'sha mukammal qilmaguncha olish kerak, o'sha kitobni o'qishlik kerak bo'ladi tolib ilmga. Bilasizmi manhajiyat nima degani? Feruza opa, bilasizmi manhajiyat nima degani? Masalan, bizda madrasamizda hozir 4-kursga qo'yilgan manhajiyat bor. 4-kursga masalan 15 ta kitob tayin qilib qo'yishibdi. Bu 15 ta kitobni har nechtasidir yil davomida o'qiladi, nechtasi yarim yilda tugaydi. Keyin u o'rniga yangi kitoblar qo'yiladi masalan. Nima degani bu? Bo'ldi, sen 1 yil ichida mana shular bilan band bo'l degani. O'tlab ketaverma har yoqqa degani. Senga bo'ldi, seni oldinga qo'yilgan narsa, yemishing ham, suving ham, hamma narsang mana shu. O'tlab ketaverma boshqa joyga degan. O'tlaydigan hali mana bu yaylovlarga chiqadigan, bog'larga, o'rmonlarga chiqadigan payt keladi degan. Talabaga ham xuddi shunday. Vaqtingni zoya qilma, zehningni har yoqqa sochma. Har yoqqa sochilgan talaba har haligi savatini savatiga kerakli mevalarni yig'ish kerak bo'lgan paytda bog'dan turli meva tergan talaba taharrujdan keyin nima bo'ladi bilasizmi? Mu'tamad qovul sohibi bo'la olmaydi. Mu'tamad qovulda ayta olmaysiz. Masalan, ochasiz, shundan qaysi mu'tamad, muftobihi qovul qaysi shu desa bilmay turasiz. Ana shu narsa eng yomon hisoblanadi. Kelmaydi. Mu'tamad qovul muftobihi fatvo beriladigan, mana shu qovulga suyanasan, mana shu qovul olinadi degan narsa kelmaydi. Eng yomon asorat mana shu. O'qing. وكذلك لا ينبغي للطالب أن يشغل نفسه في هذه المرحلة بالشبهات المثارة على ألسنة أعداء السنة المطهرة حول السنة وحجيتها وتشريعيتها إلا بعد رسوخ قدمه في علم الحديث رواية ودراية ومعرفة الحق. shuningdek tolibi ilm o'zi mana shu marhalada sunnatul mutahharani dushmanlarning tiliga tushgan sunnatning atrofida, vakolatda, shu shariat atrofida fitna qo'zg'atuvchi shubhalar bilan mashg'ul bo'lishligi ham lozim bo'lmaydi. Nima uchun desa, masalan hozir Feruza opa, Imom Buxoriyning kitobida zaif hadislar bormi degan masalani sizga hozir nima foydasi bor? Imom Buxoriyni o'sha Jami Sahihida keltirilgan roviylarning orasida zaif roviylar bormi degan masalan nima kerak bor sizga? Abu Hanifaning aqidasida palonchalik xususiyatlari bor degan masala hali Abu Hanifaning fiqhi nima, aqidasi nima ekanligini bilmagan talabaga nima kerak bor bu masalalar? Bular kimlar desalar, bular sunnat mutahharaga teskari kelayotgan odamlar. Biz sunnat mutahharadan talabalarni uzoqlashtirish uchun emas, sunnat mutahharaga talabalarni yaqinlashtirish uchun harakat qilishimiz kerak. Endi bunday masalalar nima qiladi?
Imom Buxoriyni. Vallahi Imom Malikni qilgan ishlari to'g'ri bo'lganda, haligi bid'atchini nima edi? Bid'atchi bilan haligi ko'p ixtilof qiladigan odamni nima der edi? Ismi kelmayapti, subhanalloh. Shu ukoldorini ham ta'siri bo'ldimi deymanda. Boya rojul bilan rijalni ikkalasi qaysi bir ko'plik, qaysi bir nima birlik ajratilmay o'tiribman. Qaysi bir ko'plik edi, qaysi bir ko'plik kam birlik edi deyman, mufrod edi deyman. Ahli nima der edi, subhanalloh. Fitna ahli deylik, fitna ahli. Fitna ahlini oldidan o'tadigan bo'lsa, Imom Malik rahmatullohi alayhi rahmatulloh ikkita qo'llar bilan quloqlarni yopib olar ekanlar. Va imom nimaga bunday qilyapsiz desa, ta'sir qiladi menga bu derkanlar. Imom Buxoriyning qabrlarining huzurida turibmiz. Imom Buxoriyning qabrlarining huzurida turibmiz. Duo qilyapmiz haqlariga. Xatm tilovat qilinyapti. Insonning hayolidan o'tadi. Bir joyda shu masalaga bir kirgan edim men. Mana shu masalaga bir joyda kirgan edim. Bir videonimi, bir kitobni, bir narsani o'qigan edim. Shu masala haqida biroz ma'lumotim bor edi, shu narsa hayolimga keldi. Menga ziyon bersa ziyon berdi, shu narsa foyda bergan yo'q menga shu. Meni ishim emas edi shu. Meni kirishim kerak bo'lgan masala emas edi bu. Xuddi shunday. O'zini nafsini shubhalar falonchi bunday degan, pistonchi bunday degan, falonchining gapi bunday, falonchining gapi bunday degan haligi narsaga o'zini vaqtini sarflayotgan bo'lsa, bu talaba zoyi bo'ladi. O'ta qattiq zoyi bo'ladi. O'qing. Kirsin, kirmasin emas, lekin masalan hadis ilmida rivoyatan diroyatan shu ilmlarda mustahkam egallagandan keyin yoki haqni tanishlikda, yaqinni tanishlikda mustahkam ilmga ega bo'lgandan keyin kirsin. Ya'ni unda rivoyati nima edi uni? Rivoyati nima desa, rivoyati uni sanadi qanday, qaysi sanad bilan yetib kelyapti bu? Hadisning martabasi qanday, hadisning darajasi qanday? Ana shu narsa rivoyati. Diroyati uni nima desa, hadisning fiqhi, hadisni tushunish, hadisni lafzida har bitta kalimani lafzini ma'nosi qayerga ketyapti? Bu hadisning umumi nima, xosi nima? Ishorati nas nima, dalolati nas nima buni? Bu narsalarni o'rgangandan keyingina bu masalalarga kirsa bo'ladi. O'qing. Ma'rifatul haq aqida ilmimi ustoz bu yerda? Ya'ni birinchi o'rinda aqidasini olsin deyapti. Umumanmi bu? Mumkin. Aqida bo'lishi ham mumkin bu. To'g'ri. فإنه إن شغل نفسه بمثل تلك الشبهات وهو في أول أمره في طلب العلم يخشى عليه Ma'rifatul haq bu yerda o'sha haqiqiy ma'rifatni hosil qilgandan keyin degan ma'no bo'lishi ham mumkin. Masalan, o'sha fan doirasida haqiqiy ma'rifatni hosil qilgandan keyin. يعني bir fanda. يخشى عليه أن يتعلق بعض منها بذهنه. Albatta talab ilm agar mana shu shubhalar bilan shug'ullanadigan, mashg'ul bo'lib qoladigan bo'lsa, ilm talab qilishni boshidayoq. Endi o'sha bitta shubhali narsa uni qalbida band qilib qo'yadi, o'sha zehnini. Qalbiga ilashib qoladi. Yurib qoladi. Men hozir nima dedim sizlarga? O'zim hayotimda aytdim mana. Shu gapimni isbot kerak. فإنه إن شغل نفسه بمثل تلك الشبهات فهو في أول أمره في طلب العلم يخشى عليه أن يتعلق بعض منها بذهنه. بعض منها. شو بعض ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Ba'zisi ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Men mana o'zim hayotimda kechirganim, mana sizlarga haligi ta'lim o'roq o'rnak olarak aytyapman. لها جوابا فيستقر في قلبه وقد تمنع تستقر في قلبه وقد تمنعه من قبول الحق بعد ذلك. u o'sha javobini topolmaydi. Natijada uni qalbida o'shini javobi nima ekan degan narsa o'rnashib qoladi. Haqiqiy kerak bo'ladigan ilmni, haqni qabul qilishda o'sha narsa uni man qilib qo'yadi, ya'ni to'sib qo'yadi talab ilmni. Buni misolini bittasini aytaymi sizlarga? Mavlud oyidamiz hozir, Mavlidi Sharif. O'sha shunday bolalarni ko'rdik, suhbatda bo'ldik, muloqotda bo'ldik, shunday yigitlar, zo'r yigitlar. Haqiqatda ilm saviyasi yaxshi darajaga qarab ketayotgan yigitlar. Shular nima qilgan desa, ozgina haligi fitna ahliga aralashgan boshida, yo'l topolmay yurgan paytlarida. Qo'lidan ushlab qo'yib, bu yoqqa yur deb bu yoqqa tortganimizdan keyin, bu yoqqa kel, bu tarafga kirma,
o'zimiz ulamolarga ergashish, o'zimiz kitoblarga ergashish, o'zimiz madrasalarda o'qib, o'zimizni ustozlarimizdan o'zimizni manhajiyatga ko'ra yur deb bu yoqqa yurganimizdan keyin ancha haligi sog'lom holatga qaytishganda shu haligi fitna ahlini eshitib ahliga aralashib yurgan paytda mavlidni bid'at sayyi'a degan gaplarni eshitishgan. Masalan, to'y marosim ma'rakalarda mavlidlar o'qilinadi, salovatlar aytilinadi. Salovatlar aytilganda o'rnimizdan turib haligi Rasululloh alayhisolamga hurmat o'laroq nimalar qilinadi-yu, ramziy ma'noda. Ana shu narsalarni qabul qila olmaydigan bo'lib qolgan. Sog'lom yo'lga qaytgandan keyin nimaga desiz, o'sha paytdagi shubuhatlar bularni qalbiga elashgan. Ketishi qiyin, vaqt talab qiladi, ko'p vaqt talab qiladi. O'qing. أما إذا اضطرت الطالبة حاجة إلى قراءة كتاب من كتب المستشرقين أو غيرهم من كتب المعادين للإسلام، سواء كان في أن يستشير أولا من شيوخه أو أستاذته فيقرأ ما أساتذته فيقرأ ما يختارونه له من الكتب ويرجع إليهم إذا التوى عليه فهم محتوياته. Endi agar tolibi ilm o'sha sharhshunoslarning kitoblarini o'qishlikka yoki o'sha sunnat nabaviyya bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, islom diniga dushmanlik ruhida yozilgan bir kitobni o'qishlikka bir hojati tushib qolsa, uni endi u birinchi o'sha o'zini ustozidan, shayxlardan maslahat oladi. Natijada ular unga u kitobni tanlab beradi. Ular ixtiyor qilib beradi shayxlari va o'sha kitobga yuzlanadi. Agarda o'sha tolibi ilmni o'sha kitoblarni mazmun mohiyatini tushunishlik noaniq bo'lib qolsa, ular o'sha tanlab bergan kitoblarga yuzlanadi. Masalan, Mu'taziliy aqidasi bor. Zamaxshariyda Mu'taziliy bo'lgan, keyin tavba qilgan deyishadi. Ibn Sino haqida bu gaplar bor. Boshqa masalalar, ya'ni boshqa buyuk shaxsiyatlar haqida tavba qilgan deyishadi. Tavbalarni Alloh taolo qabul qilsin. Tavbalar haqida hali haqiqiy nimalar bor, mutawatir gaplar bor. Shunday haligi yana keyin Vasil ibn Atoni Hasan Basriy rahmatullohi alayhini ilm majlislaridan ajralib chiqishi, i'tazala Vasil deyishlari bilan o'sha Mu'tazila degan firqa paydo bo'lganligini, Mu'tazilalarda aqidasida al-manzila baynal manzilatayn, gunoh kabira qilgan odam do'zaxda ham bo'lmaydi, jannatda ham bo'lmaydi, alohida bir boshqa bir makonda bo'ladi, na u yo'li na bu yo'li bo'lib qoladi degan gaplarni o'qiganingizdan keyin bu gaplarning haqiqati nima deb bilishga harakat qilasiz. Izlashga harakat qilasiz, tushunish uchun. Qarshi qurollanish uchun, tushunish uchun harakat qilasiz. Shunday paytda masalan shiyalar masalasida mana jahon siyosatini qarang, hozir shiyalar bilan qay darajada bog'liq bo'lib qoldi. Eron baribir haligi musulmon deysiz ekan, ichingiz achiydi ekanda. Birodaringizga ichingiz achiydi ekan. Innamal mu'minuna ikhwa deydi Alloh taolo. Shiyalar o'zi nima bularni biz bilan nima teskarligi bor deb turib o'qishga harakat qilasiz, bir narsalar topishga harakat qilasiz. Ana shunday paytda nima qilish kerak deydigan bo'lsa, haqiqiy haligi shu masalaga ahliyati bo'lgan ahli ilm ustozdan bu narsani so'raysiz. Va ana o'sha ahli ilm ustozni aytganiga yurasiz. Mana uni o'qi desa shuni o'qiysiz. Qo'y birodar buni o'qima, tinch o'tir desa, bo'ldi, tinch o'tirasiz. Tamom. O'qing. Lekin bu ham nimaga bu narsani alohida ta'kidlanyapti? Imom Malikni nimaga o'sha yerdan qulog'ini qo'liga tiqib o'tib ketganini tushuning. Shu masalani o'ylab ko'ring. Nimaga Imom Malik eshitmagan olimni teskari qarab o'tib ketmadi-da, o'sha yerdan ham o'zini eshitmagan olim ham teskari qaradi, ham qo'lini tiqdi. Qalbingizga bir narsa o'rnashib qoladigan bo'lsa, yomon ketkizish qiyin bo'ladi bu joyda, bu masalada. Nima demoqchi edingiz, Feruza opa? Mana o'sha kitoblarga shayxidan maslahat so'rasin deyapti. Aslida boshida o'zi bu ham kerak emas-da. Yo'q, zarurat bo'ladi. Haqiqatda zarurat bo'ladi. Haqiqatda zarurat bo'ladi. Ehtiyoj tug'ilib qoladi. O'qing. الحرص على انتقاء الأصحاب. Bu qarang, mana shu ehtiyoj ham qachon tug'iladi? Asosiy ta'lim bosqichiga o'tib, bir 3-4 yil yurganingizdan keyin, ancha narsa o'rganganingizdan keyin, aqidadan bir masalan 3-4 ta kitob o'qiganingizdan keyin, mana shunday holatlarda paydo bo'ladi. U boshida yo'q. U umuman keragi yo'q. O'qing. Sohib tanlashlikda, saralashlikda qattiq hirs qilishlik. Va o'ta muhim hisoblanadi. Uylanmagan bo'lsangiz, sohib deganda bu do'st, to'g'ri.
Lekin do'st siz bilan 24 soat yashamaydi-da, siz bilan 24 soat yashaydigan odamlar bor. Uylanmagan bo'lsangiz ayolingiz, turmushga chiqmagan bo'lsangiz eringiz. Bu masalani tanlashda o'ta qattiq bo'lish kerak. Hali oila qurmagan talib ilmlar, toliba ilmlar ta'lim yo'lida oxirigacha davom etaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bu masalaga qattiq e'tibor bersin. Sizni hayolingiz kitoblarda kezib, men bu kitobim chala qolib ketdi, buni o'qishim kerak, buni qilishim kerak, uni qilishim kerak deb yurgan paytda oldingizdagi ashabingizni hayoli bog'da yurgan bo'lsa, yomon qiyin bo'ladi shu. O'ta qiyin bo'ladi, sizni juda charchatadigan narsa. Sizni himmatingiz kitoblarni ichida kezib yurgan paytda, ilmlarni ichida, ustozlarning ichida, katta-katta madrasalarda kezib yurgan paytda, nargi sohibingizni himmati bozorda yurgan bo'lsa yomon qiyin bo'ladi. Siz bozor azob bo'ladi, haqiqatdan azob bo'ladi. Siz bozorga kirib, siz do'konga kirib, tezda ishingizni bitkizib, uyga borib darsingizni takror qilishga yoki darsingizni takror qilishga quvvat hosil qilish uchun yarim soat uxlab olishga shoshilayotgan paytingizda sohibingizni hayoli o'sha bozorni tomosha qilish, do'konni tomosha qilish bo'ladigan bo'lsa, yomon qiyin bo'ladi. Bu masalaga haqiqatda e'tibor bergulik masala bu. O'qing. ومما ينبغي للطالب أثناء اشتغاله بطلب العلم أن يحرص على اتخاذ أصحاب له عليهم سمات طلبة العلم الحقيقي. Endi tolibi ilm talab qilishlik paytida yana bir e'tibor qiladigan jihati o'ziga sohib tutishlikda. U o'sha sohibi haqiqiy tolibi ilmni belgilari, fazilatlari bo'lish kerak o'zini sohibida. Hatta tatruka suhbatuhu lahum atharan tayyiban fi nafsihi va fi shakhsiyatihi. U tolibi ilmni, u suhbatdoshini asari bo'ladi unda. O'sha o'zini nafsida ham, uni shaxsiyatini rivojlantirishda ham uni yaxshi iz qoldirsin. Tazkirot samiyada men sizlarga tushuntirib berdim. Bitta idishga 5 ta olmani qo'ying, 5 ta olmani bittasi chirigan bo'lsa, 4 ta olma 3 kundan keyin chiriydi. Chirib ketadi. Xuddi shunday. Butun boshli daraxtdagi bitta mevaga qurt tushadigan bo'lsa, boshqa hamma daraxtga qurt tushadi. Shuning uchun madrasa, guruhdagi tartib juda muhim. Shuning uchun men bu masalaga sizlarni ko'proq urushaman, ko'proq qo'yman. Bittagina qurt hamma yoqni rasvosini chiqaradi. Hali o'zbeklarda bitta qo'polroq maqol bor, lekin o'sha qo'pol maqolni ma'nosi o'ta katta. Bitta buzoq deydi-yu. Bitta buzoq, sizning hayotingizdagi bitta buzoq butun hayotingizni buzoqxonaga aylantirib yuboradi. O'qing. كما يجب عليه أن يبتعد كل الابتعاد عن الذين يتزيون بزي طلبة العلم والعلم في منأ عنهم. Endi tolibi ilm talab qilishlik qiyofasida vaholanki o'zlari ilmdan uzoq bo'la turib, ilm talab qilish qiyofasida o'zlarini zinatlagan insondan o'ta tez qochish kerak ekan, lozim bo'lar ekan. فصحبة أمثالهم تترك في نفسه وفي شخصيته أثرا سيئا يعيقه عن مواصلة مسيرته العلمية. Chunki ana shu qiyofadagi suhbatdoshlar tolibi ilmni shaxsiyatida ham, o'zida ham yomon iz qoldiradi. O'sha ilmiy yo'lni davom madrasa hayotiga kirganlar, ustozlarning huzurida yurib ta'lim olish ne'mati bilan siylanganlar bu narsani juda yaxshi biladi. Masalan, hozir biz hammamiz har joyda yashaymiz. Masalan, bir kishi bir joyda turib o'qiyotgan bo'lmasa, lekin hammamiz har joyda yashaymiz. Ko'p ham masalan bir sutkada 2 soat, 3 soat jam bo'lamiz. Balki undan ko'pdir, sizlar takror bilan undan ko'proq jam bo'lasizlar. Undan oshmaydi. Lekin madrasa hayotida bir xonada yotib yashash, bir xonada o'qish, bir yotoqxonada turib o'qish degan jarayonda ana shunday talabalarning ziyoni yomon katta bo'ladi. Haligi aqliy talabani birovni muhokama qilishga vaqt bo'lmaydi-da, o'zidan oshmaydi u. Lekin ilm olish qiyofasida yurib, undan uzoq bo'lib yurgan, ilm olish jarayonidan uzoq bo'lib yurgan talaba bor-ku, ko'p muhokama qiladi. Kimnidir aybini ko'radi, kimnidir kamchiligini ko'radi, bir ustozning nimasini ko'radi. Agar endi shunday odamingiz do'st bo'ladigan bo'lsa, endi kulfatni ko'ravering. Shu haligini bo'lmaganda noliydi-da. Noliydi, o'sha nolishi sizga o'tadi. Vallohi biz buni hayotimizda ko'p marta ko'rganmiz. Juda ko'p marta ko'rganmiz. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Abu Muso al-Ashari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki, solih do'st va yomon do'stni misoli xuddiki mushkambar tashuvchi, ya'ni attor bilan o'shani temirni bosqon temirchini
kirni, bosqonni bosadigan temirchi kabidir. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافع الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتتنة. Endi o'sha misk so'pi, ya'ni Muntinatan. attor odam Muntinatan. muntinatan. Mushkambar tashuvchi, ya'ni attor odam yoki senga miskidan hadya qiladi, yoyinki undan o'sha mushkambar sotib olasan, yoyinki hech bo'lmaganda sotib olmaganda ham shirin hidni tuyasan unda. Bilasan, Oldidan unda hidlab o'tayotganda. ko'rasan, senga ta'sir qiladi. O, zo'r ekan deysan, men nafsimga yoqdi deysan, maza qilasan. Aha. O'sha temirchini, bosqonini bosadigan temirchi bo'lsa, yo u seni kiyimingni kuydiradi, yoyinki o'sha noxush, yoqimsiz hidni tuyasan uni oldidan o'tayotganda. Temirchini bosqoni, haligi temirchini bosqoni, o'sha temirxonani bosqonini bosib o'tiradigan odam nima bilan shug'ullanadi? Haligi bosqonni bosadi, bosqonni bosish natijasida havo purkaydi, havo purkash natijasida haligi temir ertaman deydigan o'shoqdagi cho'q qattiqroq yonadi. Cho'q qattiqroq yongandan keyin u terlaydi. O'sha cho'qqa ko'mir tashlash kerak, o'tin tashlash kerak, tezak tashlash kerak, ha? Nima qiladi? Haligi kirlikni ichiga kiradi. Endi siz uni atrofiga kerak bo'lmagan holatda, boshqa ish qilishingiz kerak bo'lgan holatda, siz uni o'zingizga boshqa muhim ishingiz bo'lgan bor paytda siz uni atrofida o'rlashadigan bo'lsangiz, yo uni kiyimini yoqasiz, yo sizni kiyimingizni yoqadi yoki u undan haligi o'sha kirligidan, asoratidan bir narsa yetadi sizga. Albatta, yo bunisi, yo boshqasi keladi. Innama haligi ana hozir bir kalima keldi shu yerda. Hozir tatruku fi nafsihi va fi shaxsiyatihi asaran sayyi'an degan gap keldi tepada. Nafsida ham, shaxsiyatida ham ta'sir bor bu narsalarda. Endi o'sha shaxsiyatni qarang, bu yerda hali bitta suhbatdosh haqida gap ketyapti. Suhbatdosh haqida. Endi siz butun umrlik suhbatdoshingizda mana shunday vaziyat bo'ladigan bo'lsa, holat bo'ladigan bo'lsa, bu qiyin hayot, haqiqatda qiyin hayot. Xo'p, endi shunday bo'ldi, nima qilish kerak desa, yo'q, bo'ldi, shu masalani hal qiladigan yechim izlash kerak. Shu masalani hal qiladigan yechimni topishga intilish kerak. Birinchisi bu yechimni birinchisi Alloh taolodan so'rash bilan bo'ladi. Ikkinchisi kattalar bilan maslahat qilishdan bo'ladi. Uchinchisi to'g'ri tushuntirish bilan bo'ladi. To'g'ri anglatish bilan bo'ladi. Kofirni Ibrohim alayhisalomni aytavering. O'sha Ibrohim alayhisalomning qissasida ham keladi-yu, o'qigandim ustoz. Hali ancha yildan keyin Ismoil alayhisalom o'g'illarini uyiga kelganda birinchi ayoli chiqib nolib nima qiladi-yu, ering kelsa aytib qo'ygan ostonasini almashtirsin deb belgi berib ketadi-yu. Mana buni misolini aytaymi masalan? Shayx Muhammad sallallohu Muhammad Yusufning otalari hojdada otalarini o'sha o'g'illarini o'qishga ketishiga rozi bo'lmagan, bilasizlar, keyin qochib ketgan. Buxoroga qochib ketgan. Buxoroga qochib ketgandan keyin nima deganlar? Uyga kirgizmagan. Bor, ketaver degan. Mening o'g'lim yo'q senda degan. Keyin o'tirib, haligi sal aralashib, ilmdan tushuntirib, Qur'on o'qib bergan ekan. Bergandan keyin onasiga qarab turib, "Ayasi, endi o'g'limizni senlar bo'lmaydi" deganlar. Qalbi qattiq, qalbi toshdan bo'lgan haligi mushriklarni islomga kirgizgan bu islom ruhiyati islomda bo'lib turib, islomga nisbatan haligi ba'zi bir jihatlarda yopiq bo'lgan qalblarni bemalol ocha oladi. Faqat shuni yo'lini topish kerak. Faqat buni nimasini, yo'lini, harakatini qilish kerak. Bir a'zom kasal bo'ldi deb turib, bu a'zoni kesib tashlamaysizlar. Haqiqatda o'sha a'zo o'lgandan keyin uni ko'tarib yurishning foydasi bo'lmaydi. Keyin doktor aytadi, bu a'zoni kesmasang deydi, hozir bu a'zo keyingi a'zoga ta'sir qiladi. Buni kesish kerak deydi. Lekin kesish jarayoni hammada ham bo'lavermaydi. 1000 tadan bittada, milliontadan bittada bo'ladi. 10 mingtadan bittada bo'ladi. Bittada, ikkitada bo'ladi. Davolashga harakat qilish kerak bu jarayonni. O'qing. وفي هذا الحديث تحذير من مصاحبة الأشرار الذين تؤذي مجالستهم في الدنيا والآخرة. Endi bu hadisda bizni oladigan foydalarimiz dunyo va oxiratda u bilan o'sha hamroh bo'lishligi aziyat beradigan o'sha yomon hamrohlardan qochishlik kerak, ehtiyot bo'lishlik kerak. Va targ'ibun fi bi musohabatil akhyar alladhina tufidu mujalasatuhum fihima. Endi dunyo va oxiratda ular bilan o'sha
solih suhbatdosh bo'lishlik foyda keltiradigan, unga manfaat keltiradigan yaxshilar bilan suhbatdosh bo'lishlikni yoshlarni undashlik. yoshlarni o'yinqaroq yoshlarga qo'shilishi juda katta ta'sir bu. Yoshlarni o'yinqaroq yoshlarga qo'shilishi haligi zamonni qovuradigan deb ishlatamiz biz. Men ko'p aytaman sizlarga. Zamonni qovuradigan yoshdagi yoshlarning zamonning ichida qovurilib yurgan yoshlarga qo'shilinishi yomon katta ta'sir bu. Cheklanish kerak, yo'q. Hali u yoqda bo'laversangiz, hali u yoqda paydo bo'lib qolaversangiz, hali bu yoqda paydo bo'lib qolaversangiz bo'lmaydi. To'g'ri, zaruriyatlar bor, to'g'ri, ehtiyojlar bor. Ular boshqa masala. Lekin ehtiyojdan tashqari bo'lish katta masala bu. Davom o'qing. Tazkiratu samida ham kelgan-ku, insonning tabiati yuqumlik, yuqtirib oladi. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصدق الصالح ببايع المسك دليل على تأثير الأخلاق الحسنة وإنعكاس ذلك على الأصحاب بسبب المحاكاة. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni bu hadisdagi o'sha solih do'stni misk sotuvchi attorga o'xshatishligi, bu narsa o'sha yaxshi xulqlar ta'sir qilishiga dalildir. Buni teskarisi esa o'sha taqlid qilishlik, insondagi o'sha taqlid qilishlik degan narsa do'stga ham ko'chadi, sohibiga ham ko'chadi. وكذلك تشبيهه عليه الصلاة والسلام الصدق السيئة بنافخ الكير دليل على انتقال الأخلاق الرديئة إلى الآخرين. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'sha yomon do'stni, o'sha temirchini, bosqon bosadigan temirchiga o'xshatishligi esa bu o'sha yomon axloqlarni o'zidan boshqalarga ko'chib o'tishligiga dalil hisoblanadi. Yana shu gapni aytishga majbur bo'lyapman, chunki aytganman, o'zbek xalqi dono xalq bo'lgan. O'zbek xalqi haqiqatda oqil xalq bo'lgan. Bizga haligi boshlang'ichdagi kitoblarimizda o'zbek xalq maqoli degan narsa o'rgatilgan-ku. O'sha o'zbek xalq maqolidagi maqollarning tagini izlab ko'radigan bo'lsangiz, hadisga, sunnat mutahharaga borib taqaladi deb aytgan edim sizlarga. Kim esida bor? Ko'p marta aytganman buni. Qovun-qovundan rang oladi. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi degan gaplar mana shu hadisning zamiridami, yo'qmi? Shunday. Qovun-qovundan rang oladi, qozonga yursang qorasi yo'qadi degan gaplar mana shu hadisning zamirida. Bularni masalan bitta o'zbek chiqib o'zidan o'zi to'qimagan buni. Bu haligi oddiy odamning gapi hech qachon haligi ko'p bo'lib ko'chmaydi. Bunaqa uzun muddat ko'chmaydi. Oddiy odamning xohlagan haligi uslubda gapirgan gapi. Bu gapda bir ta'sir bor. Bu gapni bir ulug' aytgan. Keyin siz bilan meni zamonimgacha ko'chgan. O'qing. Do'stingni ko'rsat, senga kimligini aytib beraman dedim. Do'sting millioner desam, o'zi men sen do'stingman deydi. لذلك يجب على الطالب أن يكون حريصا على انتقاء أصحاب له من طلبة العلم النبهة. Shuning uchun ham shu boisdan ham talab ilm o'ziga o'sha aqlli ziyrak ilm talab qilishda aqlli ziyrak bo'lgan sohibni tanlashligi lozim bo'ladi. الذين يعينونها في مسيرته العلمية ويشجعونه على الاستمرار فيه. يقول الإمام ابن جماعة رحمه الله o'sha do'sti, ziyrak aqlli do'sti uni o'sha ilmiy yo'lida yordam beradi. O'sha dangasaligi tutib qolsa, davomli ilm izlashlikda uni shijoatlantirib turadi. Imom ibn Jamoa aytadilarki, muhotiban at-taliba uhris ala ittikhodi sohibin solihin fi halihi kathir al-ishtighal bil ilmi جيد الطبع يعينك على تحصيل مقاصدك ويساعدك على تكميل فوائدك وينشطك على زيادة الطلب ويخفف عنك الضجر والنصب موثوقا بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه بيان ترجمة قولي طالب ilmga xitob qilib aytadilarki, o'zingga solih do'st tutishlikda, o'sha ilm yo'lida solih do'st tutishlikda ehtiyot bo'lgan, hirs qilgin, qattiq intilginki, u ilm bilan seni sohibga do'st bo'lgan, ko'p ilm bilan shug'ullanadigan, tabiati yaxshi bo'lgan, ya'ni o'sha xulqlari yaxshi bo'lgan talab ilm bilan do'st tutishlikka hirs qilgin. U senga maqsadlaringga yetishlikka yordam beradi. Komil foyda olishlikda senga ko'makchi bo'ladi va ilmni ziyoda qilishlikda seni rag'batlantirib, g'ayratlantirib turadi. Va sendagi zerikish bo'lsa, charchoq malollanishlar bo'lsa, sendan uni yengillatib turadi. Ya'ni qalbingga osoyishtalik berib turadi.
dinida, omonatdorligida, go'zal axloqlarida ishonchli bo'lsin o'sha do'sting. Va yakunu o'qiring ustoz. O'qiring. Va yakunu nasihan lillahi ghayra la'ibin. Va Alloh taologa nasihat qiluvchi, ya'ni orzu, hoy-havasga berilgan o'yinchi bo'lmasin o'sha do'sting. La'ibin va la lahin deyapti. E'tibor berdinglarmi? Ha, beparvo. O'yinchi, beparvo, vaqtni behuda sarflaydigan bo'lmasin, Alloh taologa nasihat qiluvchi bo'lsin. Va solihan dayyinan تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات إن نسيت ذكرك وإن ذكرت bo'lish kerak ekan deb o'yladi shu ustoz. وإن ذكرت عانك وإن احتجت واساك وإن ضجرت صبرك. إن ذكرك أعانك. Zikr qiladi, senga eslatadi. Agar eslatsa, keyin o'sha aytgan narsasini qilishingga yordam beradi. Solih bo'lsin, dindor bo'lsin, taqvodor bo'lsin, parhezkor bo'lsin, zakiy bo'lsin, yaxshiligi ko'p, yomonligi oz bo'lsin, odamlar bilan chiroyli muomala qiladigan, ya'ni tortishuvlari ko'p, bahslashmaydigan inson bo'lsin. Agar sen unutadigan bo'lsang, senga eslatadi. Agar senga eslatsa, o'sha narsada o'zi yordam beradi. Va agar biron narsaga muhtoj bo'lib qoladigan bo'lsang, senga hamdardlik bildiradi. Va agarda o'sha bir narsada og'irlik tuyib, mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, seni sabrga undaydi. Hamdardlik bildiradi bu ham. Haqiqatda vallahi haq gaplar bular. Men aytmaganman shu gapni sizlarga. Aytaman hozir. Men sizlarni shunchaki bir kursni bitirib ketadigan o'quvchi sifatida o'qitmayapman. Men deyish o'zi xato. Biz sizlardan bir kursni bitiruvchisi sifatida, kursda o'qib chiqqan odam sifatida bo'lishinglarni qasd qilmayapmiz biz sizlardan. Sizlar nima uchun bu narsalarni aytyapsiz? Hozir nima uchun bu joylarda sizlarga bu narsalarni bayon qilyapmiz? Aynan nimaga sizlarga bu bosqichda bu kitoblar berilyapti? Men ishonaman. Alloh taolodan so'rayman shuni, o'tinib so'rayman. Butun onam duo qiladi, o'zim duo qilaman. Oilamiz duo qiladi, ustozlarimiz duo qiladi. Ustozlarimiz sizlarning haqqingizga duo qiladi. Bilishadi dars berishimni. Duo qilishadi, so'rashadi, xabar olishadi, nima qilyapsiz, nima bo'lyapti, qanday deydi. Sizlarni shunchaki bir kursni bitirgandan keyin, bir kursda o'qib, kursni bitirgandan keyin qayerga ketsa ketdi, bo'pti-da, o'zini hayotini o'zi topib oladi degan sifatida emas. Shular ertaga xudo xolosa yoshi 40 ga bo'lsa, 40 ga borgan bo'lsa ham, 50 ga borgan bo'lsa ham, 60 ga borgan bo'lsa ham, ertaga bir joyda o'qiydi. Bir joyda o'qiydi u. Bir joyda ilm oladi. Yana davom ettiradi bu jarayonni. Nima bo'ladi? Otinoyi bo'ladi, otimibi bo'ladi. Shu xalqqa xizmat qiladi. Shu xalqqa xizmat qiladi degan maqsadda o'qityapmiz. Shu narsani umid qilyapmiz va sizlardan ham shu umidlarimizni amalga oshishini nima qilamiz? Talab qilamiz. Ham tilaymiz sizlarga, ham talab qilamiz. Mavlid oyidamiz bir shayx aytdilar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhabbatiga erishishning yo'llaridan bittasi xalqqa xizmat qilish dedilar. Chunki Rasululloh alayhisalomning butun umrlari shu xalqqa xizmat qilish bilan o'tgan. Va shu merosga siz sohib chiqadigan bo'lsangiz, ertaga xudo xolisa bundan benasiba qolmaysiz. Bundan hech qachon benasiba qolmaysiz. Ko'nglingizni xotirjam qilib haligi o'rniga qo'yavering. Joyiga qo'yavering. Hech xotirjam bo'lmang bu narsalardan, g'am yemang. Davom o'qing. كما يجب على الطالب أن يتجنب قرناء السوء الذين يصدونه عن طلبه للعلم إما بتضييع الأوقات باللعب بل ربما في الحرام. Endi tolibi ilm o'sha yomon tengdoshlardan ilm yo'lida qochishligi kerak bo'ladi. O'sha uni ilm olishlikdan to'sadigan yomon tengdoshlardan qochishligi lozim bo'ladi.
o'sha yomon tengdosh uni o'sha o'yin kulgi bilan vaqtini zoya ketkazib qo'yadi. Balki u haromga ham tushirib qo'yish ehtimoli bor. o'sha o'yin kulgi bilan, beparvoligi bilan. Va imma bi ishg'oli vaqtihi fil kalami fi fulanin fulani. Yo'inki falonchi bunday dedi, pistonchi bunday dedi, vaqtini band qilib qo'yadi. Va istimro'i luhumil ulama'i va du'at. Va o'sha ulamolar va voizlarni go'shtini yeyishlik bilan, ya'ni g'iybat qilishlik bilan lazzatlantirib, odat qilib Vallahi qo'yadi. bo'ladi shu narsa. Noliydi dedingiz-ku boya Feruza opa, siz ham bilganday aytdingiz, topganday aytdingiz, noliydi dedingiz. Noliydi. Bir ustozdan nolidimi? Bo'ldi, o'sha nolayotgan joyida, nolayotgan paytida bo'ldi, shu narsa ko'chdi. Sizni zehningizga o'sha ustozga nisbatan naqs degan tushuncha hosil bo'ldi. Noqislik. O'sha ustozga nisbatan ustozi noqisligi bor degan tushuncha hosil bo'ldi. Sekin borib o'sha ustozni mavqiga tushadi. Keyin ustozga bir laqab topiladi. Nauzubillah, Alloh saqlasin bu narsalardan. Ustoz unday dedi, ustoz bunday dedi, ustoz paloncha edi, ustoz pisoncha edi degan narsa boshlanadi. Bo'ldi, shu bilan tugadingiz, pishdingiz. O'qing. فعليه أن يحذر أشد الحذر من مجالستهم. Endi mana shunaqa nimalardan, suhbatdoshlardan o'ta qattiq ehtiyot bo'lishligi kerak. Bil ilmu la yakunu illa bil uzlati. Ilm faqatgina uzlat qilishlik bilan. Uzlat bilan bo'ladi. Shuning uchun ketish kerak. Ma'lum bir muddatdan keyin, ma'lum bir shaklga tushib shakllanganingizdan keyin boshqalar kelib sizga shakl beraman deganda, shaklingiz o'zgarmaydigan darajaga chiqqandan keyin ilm yo'lida safar qilish kerak. Imom Buxoriyning hayotlariga e'tibor bering, Imom Termiziyning hayotlariga e'tibor bering. Bular nima qildi? Shu yerda yurib o'zlarining vatanlarida ilm o'rgandi. To'g'rimi? Shu vatanda turib, o'zlarining tug'ilib o'sgan joylarida ilmlarni o'rgandi, ustozlardan tarbiyani oldi, ta'limni oldi. Imom G'azzoliyning hayotiga e'tibor bering. Abul Malik Juvayni kim edi? Alayhi rahmatulloh. Abul Malik Juvayni aytinglar. Uyat sharmanda. Abul Malik Juvayni Imomul Haramayn, sohibul Varaqat degan usul fiqhda matnning muallifi, Abu Hamid G'azzoliyning ustozlari. Abu Hamid G'azzoliy ham shu kishilarning qo'llarida tarbiyalandi, tarbiya oldi. Safar qildilar keyin. Yetishish uchun. Safar davomida Ihya Ulumuddinni yozdilar. Nasib qilsin Ihya Ulumuddinlarni birga o'qish. Imom Termiziy, Imom Buxoriy safar qildilar. Uzlatga ketdilar-da, o'sha, ya'ni safar qildilar degan nima deganingizda, ana shu ilm uchun ajralib ketdilar. Imom Buxoriy oila qilmagan deyiladi mana. To'g'rimi? Shunday, bu ilm uzlat. Oiladan ketmasangiz qiyin. Qon qarindoshdan ajralmasangiz, hayotning tashvishlaridan bir chiqmasangiz qiyin. Menda shu O'zbekistonga kirganimdan dunyo yelkamdan bosishni boshlaydi, vatanga qaytganimdan. Eng qiyin oylar men uchun yoz oylari. Endi talab ilmga eng zarar beradigan narsa mana shu odamlar bilan aralashishlikni, aloqalarni talab ilmni jipir bo'laverishi eng yomon narsa. O'tib ketganini sezmay qoladi. Universitetda o'qiyotgan, Islom akademiyasida, madrasada o'qiyotgan birodarlarim, men xudo xolasa bugun bir mavzuda post yozaman degandim. O'sha mavzudagi postimni yozdim, kanalga joyladim. Yana ikkinchisini yozaman degan niyatim bor. Mana shu ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarga yozaman degan narsalarim bor. O'zim o'sha muassasalarda o'qigan, ularni ko'rgan, kechirgan, ulardagi past-balanddan o'tgan odam sifatida aytaman degan tavsiyalarim bor. Men o'sha joylardan chiqqandan keyin haligi qilolmagan ishlarim uchun juda ko'p afsus qildim. Ana shu afsusni ular ham ertaga qilmasligi uchun, ular ham ertaga ko'p narsalarni yo'qotib, afsus chekib o'tirmasligi uchun shu narsalarni yozaman deb niyat qilganman. Xulta yomon narsa. Hali qarasa bozorda, hali qarasa o'charda, hali qarasa choyxonada, hali qarasa to'yxonada, hali qarasa u yerda, hali qarasa bu yerda yuravergan odam ilm o'rgana olmaydi. O'ynab yurib ilm o'rganib bo'lmaydi. Kim o'ynab yurib ilm o'rganaman deyotgan bo'lsa, xayolda quryapti u, qumdan quryapti. Ilm qasrini qumdan quryapti. Masalan, haligi aytiladi, xalqimiz orasida bir gap bor. Xalq orasida gap. Aytadi, qurbonlikka qo'yadigan, so'yadigan moli qanchalik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qanchalik baquvvat bo'ladigan bo'lsa, Sirat ko'prisida shuni minib o'tar ekan. Shunchalik haligi qanchalik baquvvat bo'ladigan bo'lsa, shuncha bexavfsiz o'tar ekan deb, hattoki oddiy omma odamlar aytadi. To'g'rimi? Safarga chiqsangiz, mashinangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mashinangiz baquvvat, mashinangiz chitamli mashina bo'ladigan bo'lsa, safaringiz yaxshi o'tishini hatto o'zingiz ham bilasiz.
Safarda qiynalmay deb turib yaxshi samolyotga bilet olasiz. Yaxshi taksiga chiqasiz, yaxshi mashinaga o'tirishga, yangiroq mashinaga o'tirishga harakat qilasiz. Nimaga endi butun umri davomida sizga xizmat qiladigan, butun dunyo oxiratingizni hal qiladigan, qiyomatda payg'ambarlar qatorida turishingizga sabab bo'ladigan ta'limi ilm, tolibi ilmlik jarayonini zaif o'tkazishingiz kerak. Shuncha narsaga e'tibor. Kiyim olsangiz, toza kiyim olasiz. Ovqat yesangiz, tavasidan yaxshisidan yeysiz, hatto go'sht olsangiz tanlab olasiz. Hatto non yesangiz tanlab yeysiz. Hatto suv ichsangiz tanlab ichasiz. Nimaga endi ilmga kelinganda bunday? Shu savollarni bir berib ko'rish kerak odam o'ziga. O'qing. Bo'lash, felsafa bo'lash, shoshmang. قال الإمام ابن Rahmat. رحمة أستاذ. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. رحمة. Hop. Rayhona, o'qing. Ketib qolmadingizmi? Yo'q. O'qib turdim, ketib qolmasin deb. O'qitib olamiz endi. Qo'rqib o'qitamiz, nima deymiz endi? O'qing. بسم الله. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: والذي ينبغي لطالب العلم أن Imom لا ibn Jamoa يخالف kim? Nima? Rayhona? Ibn Jamoa deb keltiryapti shuncha paytdan beri. Kim o Ibn Jamoa? Siz Tazkirat Samiyani o'qimadingiz-a? o'qiganman. Ha, yashang. Rahmat sizga. Ha, Oxirlarida qo'shilganman ustoz. ha. Ko'ryapsizlarmi ahvolni? Bevahi aytdim-a men. Shu qoidalar borligini biladi. Shu narsalar borligini biladi, lekin ichiga kirib ko'rmay, o'sha kitobni o'qigan, muallif kimligini bilmaydi. Mana sizga misol. Yo'q ustoz, ma'lumotlar esimdan chiqib qolibdi. O'qing. Hop. Imom Ibn Jumoa rahimahulloh aytadilarki, ilm talabasi o'ziga foyda beradigan yoki undan foyda oladigan kishilargagina aralashishi lozim. Ha. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, olim yoki ilm o'rganuvchi bo'l. Uchinchisi bo'lma, aks holda halok bo'lasan dedilar. Fa in Tahlikami shu, sharo'a tahlikami shu? fatahlaka. Tahlaka, tahlika. Halaka, yahliku, tahliku. Tahlika bo'lish kerak edi shu. Tahlika yozilgan bu yerda. Tahlika varianti ham bormi? Halaka. Halika bo'ladigan bo'lsa, baxil bo'lish bo'lib qoladi. Halaka bo'ladigan bo'lsa, halaka yahliku bo'ladigan bo'lsa, halok bo'lish bo'ladi. Bu tahlika bo'lish kerak. To'g'ri qildingiz. Allohu alam. O'qing. فإن شرع الطالب أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده. Agar talaba umrini zoya qiladigan, unga foyda bermaydigan, undan foyda olmaydigan va ilm yo'lida yordam bermaydigan kishi bilan do'stlashib qolsa, bu munosabatni boshidanoq muloyimlik bilan uzishga harakat qilsin. فإن الأمور إذا تمكنت عثر Jo'jayin o'qing, إزالة oxirgi tarjima qilgan gapingizni qaytadan tarjima qilinglar. buni boshidanoq muloyimlik bilan uzishga harakat qilsin. Yo'q, shu jumlani komil tarjima qiling. Agar talaba umrini zoya qiladigan, unga foyda bermaydigan va undan foyda olmaydigan va ilm yo'lida yordam bermaydigan kishi bilan do'stlashib qolsa, bu munosabatni boshidanoq muloyimlik bilan uzishga harakat qilsin. Ala ma huwa bi sadadihi tashab ketdingiz. Olib ketaman deysiz, tez o'qisam, tez tarjima qilsam, ustoz ko'rmay qoladi deysiz, sezmay qoladi deysiz. O'zi mashg'ul bo'lgan ishda. Yetishmoqchi bo'lgan maqsadiga yetishishda unga yordam bermaydigan odam aytyapti bu yerda. Tushundingizmi? O'qing. فإن الأمور إذا تمكنت عثرت إزالتها. Chunki ishlar mustahkam o'rnashib olgach, ularni yo'qotish qiyin bo'ladi.
ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. Faqihlar tilida mashhur ibora borki, ya'ni bir narsaning oldini olish, keyin uni bartaraf etishdan ko'ra osonroqdir. Kasalni davolagandan oldin olgan yaxshi. To'g'rimi? Bir a'zoni kesib tashlash darajasiga borib kesib tashlagandan ko'ra nima qilgan yaxshi? Uni vaqtida davolagan yaxshi. o'qing. كما ينبغي للطالب أن يتحلى بالآداب الحسنة مع من يصاحبه أو يصادقه. Talaba o'zi bilan birga yuradigan va do'stlashadigan kishilarga nisbatan go'zal odobli bo'lishi kerak. Masalan, أن يتواضع لهم وألا يتكبر أو يتعالى عليهم بما أوتي من قوة حافظة أو حضور بديهة. Masalan, ularga kamtar bo'lsin, kuchli xotirasi yoki tez fahmlashi bilan ulardan kibr va havo qilib ustunlik qilmasin. فإن ذلك من النعم التي تقيد بالشكر. Chunki bular shukr bilan saqlanadigan ne'matlardir. yo'q. كما ينبغي للطالب أن يتحلى بالآداب الحسنة مع من يصاحبه أو يصادقه. يتواضع لهم ولا يتكبر ولا يتعالى. ularga tavoziylik qiladi. ularga nisbatan kibrli bo'lmaydi, ularga nisbatan tepadan qaramaydi, tepadan kelmaydi. Bima utiya min quvvati hafizatin. hofizasini quvvatidan va huduri badihatin. Nima degani shu huduri badiha? Tez fahmlashi, o'sha hofiz Masalalarni javob tushunishda fahm bo'ladi. Ustoz shunday masalani aytgandan shunday tushunadigan bolalar bo'ladi. Shunday aytishga ko'ra bo'ldi. Ustoz mana shunday deydi, bo'ldi. Haligi talabaga nimaga bunday bo'ldi? Qayerdan keldi bu? Hozir bunaqa deb turuvdi-yu, nari gapga teskari bo'lib qoldi-yu degan narsa o'y xayol bo'lmaydi. Bo'ldi, shunday aytib boradi. Ana shu berilgan narsalar sababli boshqa talabalarga tavozi deb hali kibr qilmasin, ularga tepadan kelmasin, o'zini baland olmasin. Nimaga desa inna zalika min an-ni'amati tutaqayyadu bish-shukr. Bu narsalar shukr bilan bog'lab qo'yiladigan narsalar bular. Agar shukr qilinmaydigan bo'lsa, bu shukrga emas, balki kibrga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu narsa qochadi. Buni ko'rganmiz hayotda. Qochadi, bu haqiqatda qochadi. Alloh taolodan o'sha musharraf qilgan ne'matiga haligi shukr qilib, Alloh taolodan uni ziyoda qilishini so'rash kerak. O'qing. يتعاون معهم في الاستفادة والإفادة ولا يتكبر عن التعلم منهم والتعليم لهم. Ular bilan foyda olish va foyda berishda hamkorlik qilsin, ulardan o'rganishdan ham, ularga o'rgatishdan ham kibrlanmasin. Biz ko'rdik sahobalarning, tobiinlarning rivoyat qilganliklari haqida masalan, to'g'rimi? O'zidan kichkinadan, o'zidan past darajali odamdan ilm olishdan kibr qilayotgan odam ilm o'rgana olmaydi. Vallohi ilm o'rgana olmaydi. O'qing. يحب لهم من الخير والعلم ما يحب لنفسه. Ularga o'zi uchun yaxshi ko'rgan yaxshilik va ilmni ravo ko'rsin. Ana shu narsa bo'lsa baraka keltiradi. Talabalardan bir kitobni yashirsangiz, bir foydali kitob topdingiz, faqat men o'zim o'qiyman, shuni men o'zim bo'layin desangiz, bir narsani o'rgandingiz, bir masalan yechim topdingiz, faqat shuni men o'zim bilay, o'zim topdim deydigan bo'lsangiz, bo'lmaydi bu. Talab ilm sifati emas bu. Endi bu o'rgatish kerak ekan, qilish kerak ekan, falon qilish kerak ekan, misol qilish kerak ekan deb turib shart haligi ta'lim berish bosqichiga chiqib ketavermaysiz. Bir talab ilm bir fandan ta'lim berish bosqichiga qachon chiqadi? Tazkirot samiyada kelgan. Aytinglar. Ko'p marta takrorladik sizlarga. Ma'lum bir fandan dars bermoqchi bo'lgan talaba o'sha ma'lum bir fandagi aksariyat foizli kitoblarni o'qib bo'lmaguncha, masalan bitta fandan o'qimoqchisiz, dars bermoqchisiz, o'sha fanda talaba o'qishi shart bo'lgan 10 ta kitob bor. O'sha 10 ta kitobni o'qimasa bo'lmaydi talaba, 10 ta kitob bor. O'sha 10 ta kitobni yoki 7 tasini yoki 8 tasini yoki 9 tasini o'qiganingizdan keyingina dars bering. Bo'lmasa bo'lmaydi. O'zi asli 7 ta ham kam. Bo'ladi 7 ta bilan qilsa. Agar Maryodagi 1 2 3 4 5 6 7 ni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, ana shu saviyadan keyin dars bersa bo'ladi. Hali o'zi tajvid o'qib yurgan odam tajviddan dars beraman desa qiyin bo'lmaydi. U chunki hali bu jarayonda haligi tajriba orttirish kerak, qoidalarni mohiyatiga kirish kerak, qoidalarni tatbiqi bor. Qoidalarda istisno kelib qoladigan holatlar bor, ularni bilmaydi. Shunday. Siz tajviddan chiqib nahvga sarf o'tganingizdan keyin
Qur'ondan qanchadir hifzga olganingizdan keyin mayli bu masala sizga ochiladi. O'qing. لا يكثر المزاح معهم أو يسخر بأحدهم أو يحسدهم. Ular bilan ortiqcha hazillashmasin, hech birini masxara qilmasin va ularga hasad qilmasin. Nimani ketkazadi bu? Haybatni ketkazadi. O'qing. مذاكرة العلم. O'qing. يقصد المذاكرة عند العلماء طرح موضوع علمي للبحث بين اثنين أو أكثر، وقد يكون الموضوع مسألة فقهية أو حديثية أو لغوية أو نحوية أو غير ذلك. Hop, ulamolar istilohida muzokara, ya'ni muzokara so'zi ikki yoki undan ortiq kishi o'rtasida biror ilmiy mavzuni muhokama qilishdir. Bu fiqh, hadis, lug'at, nahv yoki boshqa ilmga oid masala bo'lishligi mumkin. وللمذاكرة فوائد جمة منها أنها تشحذ الذهن وتقوي الذاكرة وتثبت ما حفظه وقرأه الطالب من العلوم، كما أنها تترك أثرا بالغا في تكوين شخصيته العلمية. Muzokaraning juda ko'p foydalari bor. U zehnni charxlaydi, xotirani kuchaytiradi, o'qib yodlangan ilmlarni mustahkamlaydi va talabaning ilmiy shaxsiyatini shakllantirishga katta ta'sir qiladi. Shahaza nima deb o'qidingiz? Qaysini ustoz? Shahaza fe'lini tashhaza deb o'qidingiz siz? Yo'q, tashhazu zehn ardim. ولذلك كثرت في أهميتها أقوال السلف، منها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس، يعني ينسى. Shuning uchun salaflardan muzokaraning ahamiyati haqida ko'p so'zlar kelgan. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytadilarki, bir-biringizni ziyorat qiling va hadisni birga o'rganing, uni tark etib qo'ymang, ya'ni unutib qo'ymang degan ekanlar. Muzokaraning ahamiyatini bitta qaytadan o'qing-da. وللمذاكرة فوائد جمة. شو joyda ustoz? منها أنها تشحذ الذهن وتقوي الذاكرة وتثبت ما حفظه وقرأه الطالب من العلوم، كما أنها تترك أثرا بالغا في تكوين شخصيته العلمية. Muzokaraning juda ko'p foydalari bor. Zehnni charxlaydi, xotirani kuchaytiradi, o'qib yodlangan ilmlarni mustahkamlaydi va talabaning ilmiy shaxsiyatini shakllantirishga katta ta'sir qiladi. Ahsant. Haqiqatda haq gap mana shu. Bir xabarga nisbatan sodiq yoki kozib deyiladi, to'g'rimi? Bu o'sha xabarga nisbatan qachon sodiq deyiladi? Amal qilsak ustoz rosa bizga kerak ekanlar. O'sha gapning haqiqati xorijda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni haqiqatda ana shu gapning haqiqati topiladigan bo'lsa, masalan, ko'chada yomg'ir deyapti, ko'chada yomg'ir yog'yapti desa, sizga kelib birov chiqib qarasangiz, haqiqatdan ham xorijda, tashqarida ko'chada yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, shu gapning haqiqat ekan deyiladi. Agar haqiqati yo'q bo'ladigan bo'lsa, haqiqatga to'g'ri kelmasa, bu gap yolg'on ekan deysiz. Mana shu yerda gapning haqiqati 100% xorijga to'g'ri keladi. Boya bir narsa aytdim sizlarga, mu'tamad qovulni bilmaydi deb. Mu'tamad qovulni bilmaydi bir talaba deb. Haligi yo'lda yo'l o'qigan talabani aytdik. Har yoqqa o'tlab o'qigan talabani. Muzokarasiz talabada ham xuddi shunday bo'ladi. Muzokarasiz talaba o'zini ipiga o'zi qorishib, o'zini kiyimiga o'zi o'ralashib yotaveradi. Saviya hosil qila olmay. Muzokarada boshqa guruhga o'ting degan o'quvchilarim bo'ldi. To'g'rimi? Boshqa aslo guruhga tushing degan o'quvchilarim bo'ldi. Shuni sababi nima? Yuqori guruhdan past guruhga tushishning sababi nima? Takrorda davomiy bo'lmasligi ustoz. Muzokarada bo'lmadi shular.
Muzokarani lozim tutmadi. O'zinglar ham buni juda yaxshi bilasizlar. O'ta yaxshi bilasizlar muzokarani lozim tutishmaganini. O'qing. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث الله عنه aytganlarki gaplashinglar va bir-biringiz bilan muzokara qilinglar. Chunki hadisning ba'zisi, ya'ni bir qismi ikkinchi qismini eslatadi degan ekanlar. Eslatadi degan ekanlar. وقوله Qani eslatadi degan joy? يذكروا Hm? يذكروا Qani yuzakkiru degan joy? Sizda kitobingizda nima deb kelgan? Bitta qaytadan o'qing-da. فإن الحديث تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. Bunaqa joy Yeni bizda yo'q video ekan. o'tiradi ustoz. Ha. Abu Said Xudriy. Men Ali ibn Abi Talibni gaplariga qarab o'tiribman. Tahaddasu tazakaru fa innal hadisa yuzakkiru ba'duhu ba'dan. Haqiqatda shunday. Dorul Ulum Deobandda manhajiyatini tashladim ko'rgan bo'lsanglar. Haligi darsi nizomiyni. Hali Deobandni o'zini alohida bir kitobchasi bor, unga ham bir chiroyli qilib ta'rif yozib joylaymiz. O'sha manhajiyat masalasida Deobandda nimalar o'qilinadi, nimalar qo'yiladi. Shu kitoblar bilan bir tanishib chiqsanglar, nimalar o'qishinglar kerakligi oldinda sizlarga ayon bo'ladi. O'sha nimalar o'qishinglar kerakligini bir qismi ya'ni 5-kursga qo'yiladi. Oxirgi kursga qo'yiladi hadis. Oxirgi kursda talaba hech narsa o'qimaydi, faqat hadis o'qiydi. 4ta sunnani, 2ta hadisni o'qishadi talabalar. To'liq. Bir paytda o'qilinadi. Nimaga? Kim biladi? فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. davom o'qing. وقول التابعي الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري رحمه الله إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. Tabiinlardan Imom Abdurahmon ibn Abu Laylo rahimahulloh aytgan ekanlarki, hadisni tiriltirish uni muzokara qilishdir. Bas muzokara Muzokara qilinglar. qilinglar. Muzokarani qattiq lozim tutinglar. O'lik وقول bir إمام muddat العراقي o'qib turib, o'sha o'qigan muddatingizdan o'lik chiqmayin deydigan bo'lsangiz, muzokarani lozim tuting. Muzokara qiladigan odamingiz bo'lmasa, o'zingiz bilan o'zingiz muzokara qiling. O'zingizga o'zingiz mavzu tushuntirib bering. Vallohi foydasi bor. O'qing. وقول الإمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك. Bilasizmi? Imom Xalil ibn Ahmad al-Farahidi rahimahulloh ilming bilan muzokara qil. O'zingdagi bilimlarni eslaysan va o'zingda yo'q bilimlarni o'rganasan. Muzokara qil. Deydi. Muzokara qil. Borini eslaysan, yo'g'ini hosil qilasan. Muzokara qilinglar. Borini eslab qolasizlar, saqlab qolasizlar. Masalan, Rayhona, domda turasizmi, hovlidami? Yozda hovlida, qishda domda. Yozda hovlida zo'r qarang, bilaman-da o'zim men ham o'zi chakana odam emasman-da. Qarang, men hozir misolga ham zo'r tushadi. Prosta his qilmaysizlar meni. Yozda hovlida, to'g'rimi? Yozda hovlida turib haligi yoz davomida kirilmagan domga qaytib kelganda domning holati qanday bo'ladi? Tozalashga ehtiyoj bo'ladimi? Bo'ladi. Qishda turib yozda haligi hovliga borilganda to'kilgan barglarni yig'ishtirishga, tomorqalarni tartiblashga, xonalarni changlarni surtishga, pardalarni yuvishga, gilamlarni tozalab qoqishga ehtiyoj bo'ladimi? Ya'ni kirilmagan xonaga tozalashga ehtiyoj tushadi bir muddatdan keyin.
chang bosadi, boshqa bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi, o'rgimchak kiradi, in quradi, harorat kiradi, boshqa bo'ladi, tozalashga ehtiyoj tushadi. Ilm ham xuddi shunday. Ilm bir xona, o'sha xonaga siz kirib turmasangiz, o'sha xonani chang bosadi. Ilm nimani? U kishini domi bilan hovlisi. Domiga borganda hovliga qaytib turish kerak, hovliga borganda domga qaytib turish kerak. Muzokara bilan bo'lmasa bo'lmaydi. O'qing. والإمام النووي رحمه الله نصيحة قيمة في إدراك أهمية المذاكرة ومعرفة فوائدها والتحلي بآدابها التي وجهها رحمه الله إلى طالب الحديث فقال إمام نووي رحمه الله muzokaraning ahamiyati, foydalari va odoblarini tushuntirib, hadis talabasi uchun qimmatli nasihat berganlar. Bu gapni qayerda aytgan, qayerda berganlar, kim biladi? Kim biladi? Ha? Qayerda aytganlar? Teparoqda shuni o'qidik. Aytuvdim men sizlarga, shu kitobni aytuvdim. Shayx Foiz bizga ko'p tayinlaydi shu kitobni. Ha? Deb. Qaysi kitob edi? Muqaddimatul Majmu'midi? Sadatxon eslab qolasiz yaxshi. Muqaddimatul Majmu' edi. Adashmayotgan bo'lsam. O'sha kitobda aytgan Shayx Foiz bizga har doim aytadilar-da. Ya'ni bu fiqh kitobni boshida keladigan kitob, endi biz Hanafiy bo'lganimiz hisobiga Shofiy fiqhini o'qimaymiz-ku. Shuning uchun bexabarmiz bu masaladan. Har doim aytadilar. Har bitta talaba o'qish kerak bu narsani. Shofiy bo'lsin, Hanafiy bo'lsin, bu joyni, bu kitobni har bir talaba o'qish kerak deydi. Har doim aytadilar bu narsani. O'qing. Vallohi hali o'sha joydan bo'lish kerak. وليس المراد من هذا العلم مجرد استماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعته أهل المعرفة به ومطالعته كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها. Bu ilmdan maqsad faqat eshitish yoki boshqalarga eshittirish yoki yozish emas, balki uni chuqur o'rganish, matn va san'atlarning nozik ma'nolarini tadqiq qilish, ular haqida fikr yuritish, doimiy ravishda shug'ullanish, bilimli kishilarga murojaat qilish, muhaqqiq olimlarning kitoblarini o'qish va topilgan Tashmay qimmatli ko'ring. Muhaqqiq olimlarning kitoblarini o'qish nima uchun kerak? Masalani tahqiqiga yetish uchun. Muhaqqiqlarning fikri bilan subhanalloh. Haqiqatda bu ilm kengda. Qarang. Muallifga ham rahmat, Alloh taolo ikki dunyo rozi bo'lsin. Imom Navaviylarni chiqarsin zurriyotlaridan. Muftobihi qovulni topasiz muhaqqiq ulamolarning asarlarini o'qish bilan. Muftobihi qovul degan nima degani? Bilasizlar? Fatvo berilgan. Fatvo berilgan qovullar ko'p. Masalan, Imom Muhammad bunday degan, Abu Yusuf bunday degan. Imom Azam Abu Hanifa bunday degan. Imom Hasan bunday degan, Imom Zafar bunday, Imom Zufar bunday degan. Falonchi Hasan Basriy bunday degan, bu pistonchi bunday degan. Qaysi birini olasiz, qaysi birini yurasiz? Keyin nima deysiz? Hammasi aytyapti-ku. Hasan Basriy qanday odam? Ergashaman Hasan Basriyga deysiz. Shularning orasida muhaqqiqlar kim desa, muhaqqiqlarni biz bu kitobni o'qimadik, hali Al-Fathul Mubinni shu guruh bilan ham o'qiymiz, xudo xolasa.
imom Sha'roniyning kitoblarini, o'sha imom Sha'roniyning kitoblarida keladi, muhaqqiqga Alloh taolo botiniy islohiyat beradi. Botiniy islohiyat beradi. Botini shu darajada isloh bo'ladiki, o'sha isloh bo'lishlikni natijasida o'sha odam haq bilan botin, ya'ni to'g'ri bilan noto'g'rini ajrata oladigan darajaga yetadi. Mujtahid ulamolarni nimasida keladi-da bu? Ta'rifida keladi. Ya'ni ijtihod qila oladigan ulamolar kim desa, o'sha ana shunday odamlar. Mujtahid ulamolarning eng oxirgilari shu muhaqqiqlar. Oxirgilardan birlari. Muhaqqiqlarga ham ana shu saviya beriladi. Ana shu qovullarning ichidan, ana shu masalalarning ichidan haqni botilni ko'ra biladi ular. To'g'risini, noto'g'risini, zaifrog'ini, kuchlirog'ini biladilar va eng kuchlisiga fatvo beradilar. Ana shu muhtobihi qovullarni bilasiz, muhaqqiqlarning kitoblarini o'qish bilan. Masalan, Imom Marg'inoniyni o'qiysiz. Imom Marg'inoniy ham rahmatullohi alayhi muhaqqiq. Keyin shorihlarni o'qiysiz, Imom Marg'inoniyning kitoblariga sharhlagan sharhlarni o'qiysiz. Imom Marg'inoniyning qovullarida ham yechilmay qolib ketgan masalalarning yechilganligini ko'rasiz. O'qing. ويحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه. Talaba o'rganganlarini yodida saqlab, yozib ham borishi, keyin yozganlarini muntazam takrorlashi, yozayotgan narsalarining to'g'riligini tekshirib, ishonch hosil qilishi kerak. Chunki keyinchalik o'sha yozuvlarga tayanadigan bo'ladi. Ko'ringan narsani olib ketaversangiz, uni to'g'ri noto'g'riga, zaif kuchliga ajratmasangiz, o'sha aytgan gapim ertaga mu'tamad fikrga ega bo'lmagan odam bo'lib qolasiz. Bizning jamiyatimiz hozir xuddi ayni shunday saviyada. Kim chiqib birov chiroyli gapiradigan bo'lsa, o'sha chiroyli gapiradigan odamga ergashadi. Keyin birlar chiqib chiroyli gapiradigan odam betini ochgandan keyin, unday ekan, bunday ekan deb o'tiradigan holatga kelib qolgan bizning jamiyatimiz. Talib ilm ham xuddi shunday. Haligi kim qayoqqa tortadigan bo'lsa, o'sha yoqqa og'adigan bo'ladigan bo'lsa, bunday odamdan xavflisi yo'q. o'qing. ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته. Talaba shu fan bilan shug'ullanuvchi kishilar bilan o'zi bilan teng, undan yuqori yoki past darajada bo'lishidan qat'iy nazar muzokara qilishi kerak. فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. Chunki muzokara orqali yodlangan bilim mustahkamlanib, ravshanlashadi va muzokara ko'paygani sari bilim ortadi. يتأكد ويتقرر. Yanada mustahkam bo'ladi. nima degani yataakkadu va yataqarraru? Ta'kidlanadi, mustahkam bo'ladi. Loyqa suv nimaga yaraydi? Hech narsaga. Loyqa suv ko'p narsaga yaramaydi, to'g'rimi? Ko'p foydali ishlarga yaramaydi. Tartiblanmagan, chalkash, saralanmagan ilm loyqa suvday gap. Loyqa suv tinsa, tinib joylashsa, loyqasi cho'ksa, musaffo holga kelsa nimaga yaraydi endi? Endi ko'p ishlarga yaraydi. Kir yuvishga, pok narsalar, haligi nopokiza narsalarni pokiza qilishga yaraydi. Iste'molga yaraydi, to'g'rimi? To'g'rimi? Xuddi shunday. Miyada aylanib o'tadi ilmlar. Bu yoqda o'qiganingiz bir tarafdan qulog'ingizga chalinib qoladi, bu yoqdan birovdan eshitganingiz qulog'ingizga chalinib qoladi. Undan olganingiz qulog'ingizga chalinib qoladi. Miyada haligi bir savol kelib qolganda hamma ilmlar kelishni boshlaydi. O'sha kelgan paytda bir mo'tamad qovulda ayta olmaslik yomon katta zaiflik. Endi o'sha muzokara bilan, mudorasa bilan va mukolama bilan ana shu ilm tinadi zehningizda. Tushunyapsizmi?
Shuning uchun men aytaman, ey birodarlar, bu masalaga e'tiborsiz bo'lmanglar. Hali bu narsa shunday bo'ladigan narsa, talib ilm ustozi gapiga e'tibor qilmaydi. Talib ilm ustozi gapiga e'tibor qilmaydi. Ustoz huzuridan ketgandan keyin buni qadriga yetadi deydi, shunda deydi. Haqiqatdan ham shu odam deydi, shuncha Vaysa o'g'li bekorga aytmagan ekan shu gapni, bir narsani bilar edi ekan deydi. Bular bekor aytmagan ekan, bir narsani bilar edi ekan deydi. Vallohi muzokaraga e'tiborsiz bo'lmanglar. Juda ko'p narsani, o'ta ko'p narsani boy berib qo'yasizlar. Mana shu yerdan masalan bir joyda o'qiyapsiz, bir joyni ta'limini olyapsiz, o'sha joydan haligi siz ma'lum bir miqdorda ilm olib ketishni niyat qilib kelgansiz, to'g'rimi? Agar siz o'sha joydan o'sha ilm olib ketishga kelib turgan holingizda shunchaki ilm olib ketishni emas, balki muzokara bilan o'sha ilm olib ketishni lozim tutadigan bo'lsangiz, o'sha jarayonda shunchaki o'qib ketishni emas, balki muzokarali, mukolamali, mudorasali, fa'ala vaznda hammasi. Ilm olishni o'shanday ilm olishni o'zingizga lozim tutadigan bo'lsangiz, siz endi bu yerdan siz o'ylaganingizdan miqdordan ko'proq ilm olib ketasiz. Musofirda yurgan talabalarga bu masala ayniqsa juda muhim. Musofirda yurgan talabalar vaqtlarini o'ta qattiq g'animat bilsin. Chunki Alloh taolo musofirda yurib ilm o'rganish ne'matini hammaga ham ato qilavermaydi. Hammaga ham beravermaydi. Musofirda yurgan talabalar musofirda yurgan shaharlarining ko'chalarini kezsangiz tugamaydi. Masalan, Istanbulni bog'larini kezib tugatolmaysiz. Istanbulni ko'chalarini, dengizlarini kezib tugatolmaysiz, chiroyli joylar. Istanbulni shirin taomlarini yeb tugatolmaysiz. Hali bu bor ekan deb bu yoqqa ketaversangiz, hali bu bor ekan deb bu yoqqa ketaversangiz bo'lmaydi. Dam oling. Yilda bir, yilda ikki dam oling. Har faslda bir dam oling. Oilaga vaqt ajrating, zehningiz tinsin. Jismoniy mehnat bilan shug'ullaning, to'g'ri ovqatlaning, to'g'ri yeng, to'g'ri iching, to'g'ri uxlang. Hayotingizni kundalik tartibini o'rniga qo'ying. Inshaalloh talab ilmlik yo'lingizda oxiridan katta barakani ko'rasiz. Xuddiki Shayx Muhammad Solih Muhammad rahmatullohi alayh 160 ta kitobni bir paytda yozib tashlamaganlar bu kishi. Xuddi shu kishi kabi hayotlari tugagandan keyin orqasidan nima qoldi? Qancha ilm, qancha sadaqa joriya qoldi, to'g'rimi? Kundalik yozadigan miqdorlari bo'lgan. Kundalik o'qiydigan miqdorlari bo'lgan. Yozish jarayonini boshlagandan keyin o'qiydigan miqdorlarni kamaytirgan. O'qiydigan miqdorlari 100 bet bo'lgan, keyin 30 betga tushganmi, shunaqa ya? Yozishni boshlaganlaridan keyin. Xuddi shunday. Agar o'sha muzokarani, mukolamani, mudorasani, vaqtni to'g'ri taqsimotini, to'g'ri ta'limni yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, yakunda sizdan go'zal natija qoladi. Talabaga men bir savol berishni xohlayman. Talabalik davringda seni odamlar Alloh taoloning yo'lida talib ilm deb yurgan paytingda, agar seni ichingdagi haqiqat peshonangga yozilishi mumkin bo'lganda, peshonaga yozilish majburiy bo'lganda, seni peshonangga nima deb yozilgan bo'lardi? Sizga savol. Mana Rayhona, talib ilmsiz, talib ilmlik haqiqatingiz bo'yicha peshonangizga nima deb yozilsin, agar yoziladigan bo'lsa, nima deb yozilardi? Masalan, sizga savol. Ustoz, unaqa qiyin savol bermang. Unaqa qiyin savol bermang. O'sha qiyin savolni o'zingizlarga berib qo'yinglar. Aytamiz, odam o'zini o'zidan ko'proq biladigan zot odam yo'q. Odam o'zini necha pullik odamligini o'zi juda yaxshi biladi. O'sha savolni o'zingizlarga bir berib ko'ringlar, masalan yechimini topasizlar. Masalani hayotinglarni qay tartibda ketayotganligini, hayotinglarni qay yonga ketayotganligini, qayoqqa qarab ketayotganligini, vaqtinglarni, quvvatinglarni, himmatinglarni qayerga qarab ketayotganligini ko'rasiz. O'qing. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. Ma har kishi, ya'ni fanni yaxshi biladigan kishi bilan bir soat muzokara qilish bir necha soat, hatto kunlab o'qib yodlashdan ham foydaliroqdir. Shayx Saloh Abul Hoj bilan shu ustozlar kelishganda Toshkentda 2 soatcha o'tirib gaplashdik. Men o'zimga kerakli foydalar olindi o'sha muzokarada. Biz
ilm bir deylik bir masala haqida, bir fiqhiy masala haqida yoki bir kitob haqida gaplashmadik. Umumiy jihatlar haqida gaplashdik. Ko'p narsalar o'rgandim men masalan. O'zimga kerakli bo'lgan ko'p narsalarni oldim. Endi shu narsa meni esimdan chiqmaydi. Imtihon oldi qilinadigan muzokaralarimiz bor-da bizda. Masalan, haligi imtihondan oldin bizga 3 kun, 5 kun, bir hafta dam berishadi. Yillik imtihonlarda, yarim yillik imtihonlarda. O'sha paytda yarim yillik imtihongacha bo'lgan masalalarni bir o'qiymiz, yodlaymiz. Talabalar bilan muzokara qilamiz. O'sha qilingan muzokaralarning foydasi subhanalloh. Keyin o'zimiz o'sha muzokara qilib bo'lgandan keyin aytamiz, nimaga butun yil davomida shunday o'qimaymiz? Butun yil davomida shunday o'qisak bormi, bilasizmi, hozir bizda nimalar bo'lardi? Qay holatda hozir shu darajada o'qigan bo'lsak, ho, kim bu ko'tardik, yo deymiz keyin. U martabamiz ko'tara olmaymiz, shuning uchun atay qilyapmiz, atay unaqa o'qimayapmiz deb o'zimizni aldab qo'yamiz. Bir maromda ta'lim olish, uzoq muddat ta'lim olish vallahi sizdan katta asar qoldiradi. Katta natija qoldiradi. Alloh taolo xayrli manfaat ilm bersin. Ko'p o'qisalaring ma'lum bo'lib ketib qolasizlar, bo'lmaydi. Keyin ko'tara olmay qolib, balki birga ketib qolib, qiynalib qolasizlar, charchab qolasizlar. Bo'ladi, menga yetadi shu. Rahmat ustoz. Alloh taolo o'zi xayrli manfaatli ilm bersin. Va axiru davana alhamdulillah. Aqulu qawli hada. Yana bir marta astagfirullah alayhi va lakum. Alhamdulillah. Kama yanbaghi li jalali wajhik va azimi sultan. Maza qilib bor, dars sog'inib qolamiz. Bir hafta dars o'tmay. Rahmat ustoz. O'qinglar. O'qiylik. Shu guruhdan bir talaba chiqadigan bo'lsa meni ichim og'riydi. Shu guruhdan bir talaba o'qib natija olmayotgan bo'lsa meni ichim og'riydi. Men ishonaman, Alloh taologa qattiq e'tiqodim bor mana shu masalada. Inshaalloh shu guruhdan chiqqan talabalar hali ko'p natijalar qiladi. Ko'p ishlar qiladi, ko'p xizmatlar qiladi. Alloh taologa qattiq e'tiqodim bor. Men aytganman sizlarga, esinglarda bor. Mirzopa nima deganman? Qo'rqib ketgansiz. Esingizda bormi? Tarjima qilishmi? 5 ta kitob tarjima qilmasangiz bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi xayrli manfaatli bersin. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Ko'rishamiz xudo xolasa dushanba kuni. Ertaga vaqtinglar yo'q, bilaman, vaqt yo'q sizlarda. Yo'q ustoz, vaqt bor. Yo'q, vaqt yo'q sizlarda. Dushanba kuni ko'rishamiz xudo xolasa. Rahmat Rahmat. Salomat bo'linglar. Duolarda unutmanglar. Rahmat ustoz. Sog' salomat.